Mhm. Demak, hammaga assalomu alaykum. Bugun xudo xolisi jonli muloqotimiz Orif aka bilan bo'lib o'tadi. Orif aka demak, hamma taniydi. Germaniyada eng katta ish beruvchilardan bittasi. O'sha konsalting o'zining asoschilaridan bittasi. Minglab vatandoshlarimizni Germaniyaga qonuniy ishga kelish bo'yicha yordamlashadilar. Shu kungacha bularning orqalaridan juda ham ko'p vatandoshlar kelyapti va yana minglab kelishadi xudo xolisi. Shularning ichida siz ham bo'lishingiz mumkin. Demak, Orif akani asosiy yo'nalishlari juda ham ko'p. Bularda men bilishim bo'yicha o'sha birinchisi bo'lib turib Yevropa parkda ishchilardan boshlab gastronomiya, mehmonxona sohasi, hamshiralar, vrachlar, qurilish sohasi, ausbildinglar, xullas deyarli asosiy yo'nalishlarni qamrab olganlar. Bugungi bizning asosiy maqsadimiz bu yerda, ya'ni yordam qilish. Shu bo'yicha ma'lumotlar beramiz. Oxirida konkret eng zo'r dasturlardan bittasi Ausbildungga vakansiya bor ekan, uni ham e'lon qilamiz sirazi. Kim to'g'ri keladigan bo'lsa, ariza topshirishingiz mumkin. Orif aka, xush kelibsiz. Rahmat vaqt ajratganingiz uchun. Demak, assalomu alaykum. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Nodirbek, sizga ham assalomu alaykum. Rahmat. Bu niyatdan xursandmiz doim. Keng qamrovli uchrashuvlar biz uchun doim qiziq. Ba'zi holatda vaqtimiz yo'qligi uchun hamma bilan teng muloqot qilishga imkoniyatimiz bo'lmaydi. Vaqtida javob bera olmaymiz ba'zi holatlarda. Shuning uchun bunaqa uchrashuvlar menimcha hamma uchun foydali. Endi ancha vaqtinglarni olib qo'ydik. Ming bor uzr, texnik xato Germaniyadan shunaqa xatoliklar bo'lib turadi. Bo'lmasam sekin boshlayveramiz. Men o'sha hozir monitorimni agar ko'rsata olsam, ko'rinayotgan menimcha Ko'rindi, zo'r ko'rinyapti. O'zingizdan paydo bo'lib qoldingiz menda. Yaxshi, unda demak hammasi joyida ishlayapti. Xo'p, bugungi temamiz asosan o'sha hamshiralik deymiz. Germaniyaga kelib, O'zbekistonda o'sha kollej diplomi, texnikum deymizmi, bitirganlar uchun, aynan shu sohani bitirganlar uchun Germaniyada ishlash. Endi Germaniyada hamshiralik bu aslida sal noto'g'ri narsa. Bizda hamshiralik bor xolos, lekin Germaniyada hamshiralik bor va parvarishlovchi mutaxassis bor. Bu yerdagi o'sha farqi shunaqa. Lekin hamshiralik deb yozishimizga sabab bu O'zbekistonda o'sha hamshiralik diplomi borligi uchun. Aslida ular Germaniyaga kelib, to'g'ridan-to'g'ri hamshiralik qila olmaydi. Hamshiralik qilish uchun ancha bu yerda malakasini oshirish kerak, mehnat qilish kerak va hokazo. O'shaning uchun, ya'ni qisqa qilib aytganda, O'zbekistonda hamshiralik diplomiga ega bo'lgan fuqarolarni Germaniyada klinikalarda yoki qariyalar uylarida parvarishlovchi shaxs sifatida ishga joylashtirish. Bu degani ukol qilasiz degani emas. Endi xabaringiz bo'lsa, Nodirbek, sizda ham ko'proq ma'lumot bor. Meni yo'nalishimda ko'proq. Parvarishlash yo'nalishida ukol qilishmaydi, ya'ni qo'pol qilib aytganda, hamshiralar u alohida tema bo'ladi. Ya'ni kimdir sizlarga hamshiralikka olib ketamiz desa, bu sal noto'g'ri bo'lib qoladi. Ya'ni sizni o'sha klinikalarga yoki qariyalar uylariga parvarishlashga olib kelishadi. Bu o'sha qisqa qilib tushuntirib o'tmoqchi edim. Hop, qisqa o'sha har safar o'tamiz. Bu safar qisqaroq qilib o'taman. Konsalting firmasi haqida 2021-yil Germaniyada tashkil etilgan. Men o'zim O'zbekistonlikman, O'zbekiston fuqarosiman va shu yerda 16 yildan beri istiqomat qilaman. Va shu yildan beri biz turli xil tashkilotlar bilan, kompaniyalar bilan hamkorlikda Germaniyaga asosan O'zbekistondan xodimlarni, yoshlarni Germaniyaga olib kelishga harakat qilyapmiz. O'ylaymizki, o'sha maqsadlarimizni ma'lum bir qismiga yetib boryapmiz deb o'ylaymiz. Menimcha firma haqida asosiy qisqa ma'lumot shu. Mening ismim Orif Ahmadaliyev, shu kompaniyaning rahbariman. Endi o'zimiz asosiy temaga qaytadigan bo'lsak, ya'ni hamshiralik. Germaniyada hamshiralik yoki parvarishlash qanday bo'ladi? Germaniyada hamshiralik qilish uchun siz albatta o'sha O'zbekistonda olgan diplomingiz 2 yillik bo'ladimi, 3 yillik bo'ladimi? Germaniyada tan oldirishingiz kerak bo'ladi. Yoki o'zingiz, yoki o'sha sizga ish beruvchi yoki bizga o'xshagan firmalar
bu jarayonni amalga oshirishi shart. Bu tan oldirishsiz siz hech qachon Germaniyaga kelib, ya'ni bizda nostrifikatsiya deydi. O'sha holat bo'lmagandan oldin siz ishlay olmaysiz. Bu jarayon haqida keyinroq tushuntirib o'taman. Endi qaysi sohalar O'zbekistonda? Misol uchun laborantlik sohasi o'tmaydi. Tishlarga davolash sohasi o'tmaydi. Apteka deydi, dorishunoslik degan sohalar o'tmaydi. Asosiy o'tadigan narsasi umumiy davolash ishi sohasi bitirgan diplom egasi va hamshiralik yoki bakalavr sohasi ham bor, ya'ni hamshiralikni bakalavr 4 yillik anaqasi yoki 3 yilligini bitirganlar bo'lsa, ular ham ishga olsa bo'ladi. Endi bu degani dorishunoslik yoki aptekachi deymiz-ku, yoki qanaqadir boshqa sohalarni o'qiganlar biz endi bekorga o'qibmiz deyishi bu xato. Ya'ni ularga ish yo'q degani emas. Aynan bizda bo'lmasa yoki boshqa bir firmalarda bo'lmasa, ularning ko'pchiligi o'zlari ham harakat qilsa bo'ladi. Faqatgina ularda talab kuchliroq. Ya'ni aptekachida o'zini prosesslari bor yoki laborantlikda o'zini prosesslari bor. O'sha bilan tanishib chiqish kerak. Ya'ni Germaniyada har bitta sohaga ish bor. Endi biz u soha bilan shug'ullanmasligimiz avtomatik tarzda bu yo'q degani emas. Ya'ni boshqa firmalar ham bo'lishi mumkin. Bu degani agar nemis tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, lekin diplomingiz aynan biz so'rayotgan soha bo'lmasa, bo'ldi yo'q ekan deb tashlab qo'ymang. Hamma narsani o'zining yo'nalishi bor. Aynan bu sohani bitirganlar qaysi sohalarda ishlay oladi? Qaysi joylarda ishlay oladi? Birinchi navbatda kasalxonalarda. Bu yerda kasalxona degani misol uchun qishloq kasalxonasi bo'lishi mumkin, shahar kasalxonasi bo'lishi mumkin. Undan tashqari tibbiyot klinikalari bo'ladi, universitetlar qoshidagi tibbiyot klinikalarida ham ishlashi mumkin. Va eng oxirgisi qariyalar tekstlarda hozir endi o'zim ham ko'ryapman, qanaqadir imlo xatolari bo'lsa, ming bor uzr, yana hayron bo'lmanglar. Qariyalar uylarida ham ishlash imkoniyati bor. Oylik bu yerda 2400 yevro brutto deb yozib qo'ydim. Bu endi taxminiy oyliklar. Ish beruvchiga qarab turib, bu farq qiladi. Bizda shunaqa ish beruvchilar bor, boshidan kelishi bilan 3000 yevro to'laydigan bor. Ba'zilar bor 2300 beradi. Men o'rtachasini olib qo'ydim. Sizga tasavvur paydo bo'lishi uchun. Endi siz biz orqali yoki umuman Germaniyaga hamshiralik sohasida kelmoqchi bo'lsangiz, sizni qaysi yo'llarni siz bosib o'tishingiz kerak. Ya'ni qadam-qadam yo'llaringizni qisqa qilib tushuntirib o'tmoqchiman. Aynan biz bo'yicha, bizning yo'nalishimiz bo'yicha siz tanlov jarayonlaridan o'tishingiz kerak. Bunga hujjatlaringiz to'g'ri kelishi kerak. Biz bilan suhbatlardan o'ta olishingiz kerak. Ish beruvchi bilan suhbatdan o'ta olishingiz kerak. Nemis tilini o'rganishingiz kerak ikkinchi etapda. Nemis tilini o'rganib bo'lganingizdan keyin imtihonni topshirishingiz kerak. Ya'ni nemis tilidan B1 yoki B2 imtihonini topshirishingiz kerak. O'zbekistonning o'zida. Undan keyin siz Germaniyaga kelib, mana imtihonni yaxshi topshirib, B1 o'sha ish beruvchi talab qilgan imtihondan o'tib, vizangizni olib Germaniyaga kelganingizdan keyin siz shu bilan bo'ldi, keldim, men endi faqat pul topaman degan xayolda bo'lmang. Aynan sizning sohangizda ming afsus, sal qiyinchiliklar bor. Ya'ni siz Germaniyaga kelganingizdan so'ng sizga ish beruvchi ma'lum bir soat ishlatadi, ma'lum bir soat qolgan paytida o'qishga jo'natadi. Siz uchun bepul o'qishlarni, tayyorlov kurslarini tashkil qilib beradi. Endi bular nimalar bo'lishi mumkin? Yana nemis tilini davom etasiz. Chunki sizni oldinda aynan nemis hamshiralari yoki o'sha parvarishlovchi mutaxassislar bilan teng oylik ola olishingiz uchun sizni oldinda Kenntnis Prüfung degan bir mashaqqatli imtihon kutadi. Oson tutmang bu imtihonni, ya'ni siz nemis tilida o'zingizni sohangizda siz imtihon topshirasiz. Lekin bu shunday kelishingiz bilan bo'ldi, sen imtihon topshirasan deyishmaydi. Sizga 6 oylik programmalar bor, 1 yillik programmalar bor. Siz o'sha programmalar bo'yicha o'qiysiz. O'zingizni sohangiz bo'yicha tayyorgarlik qilasiz. Ham nemis tilingizni B2 darajaga ko'tarasiz agar B2 darajada bo'lmasangiz.
Shuni hisobiga siz dastlab kelib bizni tajriba bo'yicha taxminan 1 yil ham o'qiysiz, ham ishlaysiz, lekin oyligingizda o'sha siz bilan shartnoma tuzilgan to'liq 2400 yevromi o'shani olib borasiz. Qolgan imtihonlar puli yoki mana til kurslari bu yerga kelganingizdan keyin imtihonga tayyorlov kurslari hammasi ish beruvchilar tomonidan qoplab beriladi. Faqatgina sizning vazifangiz ham ishlab, ham o'qish va ertaga ekzamenga tayyorgarlik qilish. Shu imtihondan o'tib olsangiz, ya'ni yaxshi natija bilan o'tib olsangiz, marra sizniki. Ya'ni sizni qo'lingizga hujjat topshirishadi, siz xuddi Germaniyada aynan shu sohada o'qib bitirgan bilan bir xil bo'lasiz. Va oyliklaringiz ham shunga yarasha bo'ladi. Hurmatingiz ham boshqasi ham. Agar bu imtihondan o'ta olmasangiz, 1-2 marta imkoniyat beriladi, yana qayta topshirishga va undan keyin ming afsus, u sohada keyin siz ishlay olmaysiz agar o'sha imtihonni topshirib o'ta olmasangiz. Ya'ni siz umuman shu sohada ishlashga haqqingiz qolmaydi. Boshqa sohada ishlasa bo'lsa kerak, endi men uni xabarim yo'q. Lekin bu ham qiyin masala. Shu asosiy bosib o'tadigan yo'lingiz, shu 4 ta yo'lingiz bor, bosqichingiz bor. O'shani bosib o'tsangiz oson emas. Va lekin eplasa bo'ladigan holat. Nomzodlar kelib eplayapti, harakat qilyapti, qiyinchiliklar ko'ryapti. Lekin bu qiyinchiliklarni mana taraf shu joyini O'zbekistonda siz qanchalik mustahkam qilib kelsangiz, qolgan tarafi hech narsa emas. Eng muhimi mana shu tarafda bekordan bekorga mana Nodirbek ham, biz ham, boshqalar ham dod deyishmayapti va nemisini o'rgan, mana uni qil, buni o'rganda. Chunki sabab shu. Bular boshidan o'tkazyapti, biz boshimizdan o'tkazyapmiz. Bu yerga kelganingizdan keyin sizni kelajagingizni mustahkamlaydigan narsa mana shu. Nemis tilini mustahkam o'rganish. Shuni o'rganib olsangiz, marra sizniki hisoblanadi. Orif aka, demak hozirgi masalaga qaytadigan bo'lsak, juda ham yaxshi 4 ta bosqichni ko'rsatib berdingiz. Birinchi bosqichimizda demak o'sha nemis tili o'rganish bo'yicha haqiqatan ham siz aytgandek kimda o'sha yo'nalishiga to'g'ri keladigan bo'lsa, Orif aka tepada ta'kidlab o'tdilar kimlarniki to'g'ri kelishini va kimlar hozir bu yerda boshqa yo'nalish bo'ladigan bo'lsa hech aniq qilish kerak emas. Biz nima to'g'ri kelmaymizmi deb biz ko'p uyushtiramiz jonli muloqotlar. Har xil o'tgan safar uyushtirganimizda quruvchilar bilan yana bitta sohani qildik. Umuman boshqa avtomobil sohasimi deb elektriklar qildik, gastronomiya qildik. Shuning uchun hozir biz aynan mana shu mavzu haqida ketyapti. Agar shu bo'yicha hozir ko'plarda savol tug'ilishi mumkin, qanaqa qilib ro'yxatdan o'tsam bo'ladi deydigan. Biz hozir videoni yaxshilab tushunib olganingizdan keyin ma'nosini, mazmunini bu videoni men zapis qilaman, kanalga qo'yib, pastida Google Docs qilamiz. Ana o'shanga siz ariza topshirasiz. O'sha arizani men Primoy Orif akani odamlariga topshiraman. Ular o'tdan sizlar bilan saralov bosqichini boshlanadi. Ana birinchi bo'ladigan ish mana shu bo'ladi. Birinchi bo'ladigan ish. Saralash bosqichidan o'tganingizdan keyin bular aniqlaydi. Sizlar bilan dalshi davom ettirsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Alohida menga bir 100 ta odam yozsa yoki Orif akaga yozsa, bu naborat ishlarni uzoqlashtirib yoradi va qiyinlashtirib yoradi. Nega desam, bu yoqda bu yoqda yotgan emas, o'sha komanda qilib ish olib boriladi aslida. Shunda maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu yerda bitta olib kelish emas, ko'plab odamlarning ustiga gap ketyapti. Shuning uchun iltimos o'sha aras shu yo'lni tanlayapsizlarmi, tartib, intizom bilan qilsanglar, hammasi bosqichma-bosqich zo'r bo'ladi. Qo'rqish kerak emas. Ko'plar o'tib kelyapti, o'tib ham bo'ldi. Kenntnis prüfunglarni ham, ya'ni imtihonlarni ham topshirib, hozirgi kunda ishlayapti. Bu narsadan hamma o'tadi, kim maqsad qilgan bo'lsa. Endi Orif aka, mana bu bizda yana bitta narsa aytib o'tib ketmoqchi edik. Ko'plar til o'zi o'rganganlar bor ichida va ko'plar boya ham so'rashdi. Ikkinchi bosqich til o'rganish O'zbekiston sharoitida. Kimdadir mana misol uchun borda o'sha imina mutaxassisligi bor, lekin deylik aynan shu mutaxassisligi bo'yicha qanaqadir finans tomondan imkoniyati yo'q. Ya'ni moliyaviy jihatdan imkoniyati yo'q. Ana shu lekin nima degan bo'lardingiz va qanaqa qilib o'sha narsani tashkil qilsak bo'ladi aslida? Tanlov jarayoni qanaqa bo'ladi? Shu jarayonda turganimiz uchun bitta aytib o'tib ketsak, birato'lasi.
Bo'ldi. Buni hozir men tushuntirib o'taman. O'sha bizga kerakli bo'lgan hujjatlar, ya'ni o'sha sizga topshirish kerak yoki bizga farqi yo'q buni. O'sha misol uchun siz Google Docs tashkil qilyapsiz-ku, o'shanda topshirish kerak bo'lgan narsa bu birinchisi tarjimai holi, ya'ni Lebenslauf, ikkinchisi diplom, ya'ni o'sha kollej diplomi yoki bakalavr diplomi bo'ladi. Biz boya aytib o'tgan sohalarimizniki, ya'ni hamshiralik ishi, bash ishi, umumiy hamshiralik ishi va hokazo. Va chet elga chiqish pasporti. Agar hozir bo'lmasa, demak ID kartasini ham yuklab tursa bo'ladi va oxirgisi agar tajribasi bo'lsa, ish joyidan qanaqadir ma'lumotnoma yoki mana elektron hozir O'zbekistonda ham rivojlanib ketdi. MyGovdan olsa bo'ladigan shu hujjatlar kerak bo'ladi. Bizga hech narsani tarjimasi kerak emas, tilam kelish ma'qulmi? Biz hammasini o'zimiz qildiramiz. Ya'ni sizdan kerakli narsa shu 3 ta narsa, uyda turgan ko'pchilikni shuni berib qo'ysa bo'ldi. Yuklash kerak. Demak, linkka kirib turib yuklaysizlar shu narsani, esingizdan chiqmasin. Faqat albatta o'sha kerakli hujjatlarni bir xilligi aytsa metrikasini yuklab qo'yadi yoki bir xilligi aytsa, bilmadim, uyini, domovoyni yuklab yuboradimi? Bizga u narsa kerak emas. Imенно shu talab qilinayotgan narsa bo'lsa, aynan shu narsalar to'g'ri kelsa, albatta siz bilan aloqaga chiqiladi. Bundan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Uzr aka, bu uni qilib ketaman sirazi. Yo'q, bemalol. Men keyingi etap mana shu boya aytgan savolingizga kelyapmiz. Konsalting ni yangi proyektini biz boshlaganmiz, Pflege personal proyekti degani. Konsalting aynan o'sha Markaziy Osiyodan hamshiralik sohasiga, ya'ni parvarishlash sohasiga, mana videodan ko'rib turibsizlar, ya'ni ayol ukol qilmayapti-da, navrot ovqatini yedirib qo'yapti. Bu ham bir parvarishlash turiga kiradi. Bu yerda biz yangi firma ochganmiz Germaniyada, bir yaxshi katta hamkorlarimiz bilan. Bu firmaning nomi MPS GmbH, ya'ni Mangold Professional Services GmbH degan tashkilot ochganmiz. Mangold, agar kimdir internetda qarab ko'rsa, bemalol bu odam haqida, Klaus Mangold degan odam bor. Mercedes kompaniyasining Daimler Chrysler kompaniyasi bo'lgan davrida o'sha kompaniyaning generalniy Vorstand Vorsitzende deydi. Endi bizda o'sha boshqaruvida o'tirgan odam. Aynan o'sha odam bilan va uni o'g'li bilan birgalikda biz qo'shma kompaniya ochganmiz Germaniyada. Bu kompaniya asosan o'sha Pflege bo'yicha Germaniyadagi yirik klinikalarga odam joylashtirishni maqsad qilganmiz. Va o'sha allaqachon bizni birinchi dastlabki hamkorimiz bor, bu Freiburg Uniklinikasi, ya'ni Freiburg Universitet klinikasi. Hozir birinchi etapdagi bizni bolalarimiz kutishyapti. Sabr bilan ularga omad tilaymiz. Ba'zilari ancha kutib qolishdi. Sabab o'sha diplomni tan oldirishi, ikkinchisi o'sha nemisligiga kerakli bo'lgan talab qilingan sertifikatlar. Aynan bu kompaniya bilan biz nimalarni qilamiz? Bu yerda birinchi navbatda o'sha mana Germania Live kanali orqali bizga deylik 100 ta odam topshirdi. Aynan va uni biz birinchi bosqichda bizning xodimlarimiz hujjatlari to'g'ri keladimi? Qilgan ishlari to'g'ri keladimi? Yo'nalishi to'g'ri keladimi? Shu bo'yicha analiz qilib chiqib, ular mos kelganini birinchi navbatda biz va bizning xodimlar suhbat qilib chiqadi o'zbek tilida. Albatta, chunki nemis tilini agar bilmasa. Suhbat davomida agar haqiqatda maqsadi jiddiy bo'lsa, bu yerga kelib va uning oila a'zosi, ota-onasi, turmush o'rtog'i, chunki biz O'zbekiston bozorida ishlayapmiz, bu degani ko'p hamshiralikka o'qiganlar ayol kishilar. Bizning tajriba bo'yicha o'tgan paytlarda yarim yil kelganda yo eri ruxsat bermay qo'yadi yoki ota-onasi ruxsat bermay qo'yadi. Shularni oldini olish maqsadida avval ota-onasi bilan suhbat qilamiz, turmush o'rtog'i bilan birgalikda suhbat qilamiz, ularga tushuntiruv ishlarini olib boramiz. Bu narsaga tayyormi, shu anaqaga tayyormi, ruxsat beradimi? Shular hammasi tasdiqlangandan so'ng biz ularni ish beruvchi bilan suhbatga qo'yamiz. Ish beruvchi bilan suhbat o'zbek tilida tarjimon yordamida bo'ladi. Ya'ni
U yerda ish beruvchi sizni nemis tilingizni tekshirmaydi. Sizni haqiqatdan ham shu sohaga loyiq yoki loyiq emasligingizni tekshiradi. Qilgan tajribangiz. Bizlar misol uchun o'tgan yili yangi kollejni bitirganlar ham ish shartnomasini oldi. Ya'ni aynan siz tajriba deganda bizda noto'g'ri tushunib qolishadi. Ishdan o'qishdan keyin qanchadir muddat ishlash kerak yo'q. O'sha praktika o'tgan safar ham tushuntirib o'tdim. Praktika ham bu tajriba. O'shaning uchun shu etaplardan o'tasiz. Birinchi bosqich, eng qiyin bosqichlardan bittasi ham shu. Buni rostdan filtrlarni, ya'ni ko'paytirganmiz. Aynan o'sha ota-onasi bilan suhbatlashish, turmush o'rtog'i bilan va hokazo va hokazo. O'shalardan to'liq o'tgandan keyin konsalting firmasi yoki MPS siz va tashqi mehnat migratsiyasi va o'qitadigan tashkilot, ya'ni yo bizni o'zimizni til markazlari yoki Germania Life til markazi o'rtasida to'rt tomonlama shartnoma tuziladi. Bu degani Germania Life misol qilib oladigan bo'lsak, o'qitish tizimini ta'minlashi bo'yniga olayotgani haqida va konsaltingingiz yoki NPS kompaniyasi bu anaqaga ish bilan ishga joylashtirish bo'yicha va jamiki rasxodlarni to'lab berish masalasi bo'yniga oladi. Siz maqsadingiz jiddiyligi va ertaga kelib mana shu yerda ma'lum muddat ishlashni jiddiy qaroringizni tasdiqlash uchun shartnomaga qo'l qo'yasiz va bu yerda kafil sifatida, ya'ni o'sha bu shartnomani amalga oshirishni ta'minlash maqsadida ya'ni oldingi tashqi mehnat migratsiyasi, hozir migratsiya agentligi o'rtasida shunaqa shartnomalar tuziladi. Bu hozirda rejalashtiryapmiz bu narsani. Shundan so'ng siz ish shartnomasini oldingiz, hamma shartnomalarga imzo qo'ydingiz va asosiy sizni qiladigan ishingiz boshlanadi. Ya'ni shu Germania Life'dami yoki bizni agar o'sha tarafdan o'zingizga kelgan bo'lsangiz, til markazlarida bepul nemis tilini o'qishni boshlaysiz. Bepul deganda hozir buni tushuntirib o'taman. Mana shu yerda 2+6 degan narsani o'ylab. Bu degani, misol uchun bizda bo'ladi 200 ta odam keladi, ozgina o'qiydi, tashlab ketadi. Ya'ni biz 2 oy, qanaqadir yoki 3 oy o'zimiz yonimizdan tekinga rasxod qilib qo'ygan bo'lamiz. Endi nima qilmoqchimiz? Avval 2 oy o'zingizni yoningizdan to'lab o'qiysiz. Kurslar qimmat emas, unda o'ylab ko'rsangiz. To'lab o'qiysiz. Agar qabul qilishingiz, natijangiz yaxshi bo'lsa, undan keyingi 6 oyni biz to'laqonli to'lab beramiz. 2 oy faqat haftada 3 marta emas, intensiv o'qiysiz. Har kuni o'qiysiz, kerak bo'lsa va agar qayerdadir ishlayotgan bo'lsangiz, ishdan bo'shaysiz. Buni ochiq aytish kerak. Ya'ni ham ishlab, ham o'qiy olmaysiz bizda. Polni ishdan bo'shaysiz. Biz o'sha 2 oy o'qiganingizdan keyin agar yaxshi o'tib ketsangiz, qolganini bepul qilib ta'minlab beramiz va oxirida Germaniyaga kelganingizdan keyin anu 2 oylik rasxodingizni ham sizga qaytarib beramiz. Ya'ni siz o'sha oxir oqibatda agar astoydil o'qisangiz, ishlasangiz, umuman hammasi sizga tekinga tushgan bo'ladi. Hozir bu yana nimalarni qilib berishimiz haqida yana kelaman. 3-chi bosqichimiz, ya'ni bu ikkinchi bosqich boshlanishi bilan boshlanadigan narsa. Ya'ni siz nemis tilini o'rganayotgan paytingizda biz diplomingizni anerkennung, ya'ni tan oldirishga jo'natib qo'ygan bo'lamiz va siz nemis tilini umid qilamiz, nemis tilini bitirganingizdan keyin o'sha diplomlar tan olingan, ya'ni vizaga tezlashtirib harakat qilsa bo'ladigan narsa. Bu degani taxminan bizni plan bo'yicha 8 oy, kimdadir 1 yil bo'lib qolishi mumkin, kimdadir 6 oy ertaroq bo'lib qolishi mumkin. Bu o'sha kelma nemis tilini qay darajada o'rganish bo'yicha. Bu bo'yicha o'sha til markazlari bilan yoki hamkor til markazlarimiz bilan, ya'ni biz o'quv dasturini ishlab chiqazamiz va u yerda professional o'qituvchilar dars beradi. Ya'ni qanaqadir student qiz yoki bola darsdan chiqib sizga qo'shimcha sifatida dars o'tmaydi. Sizga ikkita o'qituvchi bog'lanadi. Bittasi o'sha professional o'qituvchi va ikkinchisi yetishmayotgan joyingizga ya'ni yordamchi o'qituvchi deydi. Shu masalada. Endi bu narsa hammasi rejasi tuzilgan, konsepsiyasi tayyor. Xudo xolasa tez orada buni boshlash anaqasida turibmiz.
siz bu dasturda biz sizga nimalarni qilib beramiz, ya'ni nimalar beriladi sizga. Agar siz bizni shartlariga, bizni anaqalarga ko'nib, o'sha imkoniyatdan foydalanaman desangiz, demak siz bepul nemis tili kursini olasiz. Ya'ni 2 oy o'zingiz to'lagan taqdiringizda ham ertaga bu yerga kelganingizdan keyin o'sha 2 oyga misol uchun bilmayman 1 million to'laysizmi, 2 million to'laysizmi, uni hammasini biz sizga yana qaytarib beramiz. Biz o'zimizni til markazlar atrofida bepul joy tashkil qilyapmiz. Nodirbek, bu masalada siz bilan ham gaplashdik. Menimcha buni ham tashkil qilsa bo'ladi siz bilan ham. Orif aka, shu joyga aytmoqchiman. Haqiqatan ham agar hozir kapatsitetimiz zo'r, Qibrayda, ya'ni aniq qilsa bo'ladi. Qibrayda yangi ochmoqchimiz. U yerda nima deydi, Toshkentga o'xshagan narxlar baland emas. Toshkentga 20 minutlik yo'l, deyman, Toqqacham yarim soatlik yo'l demoqchiman. Konsentratsiya, toza havo, o'sha O'zbekistonning o'zida Liboy viloyatidan kelib, o'sha yerda o'qib, o'sha yerda yashasa bo'ladigan imkoniyatlari juda yaxshi demoqchiman-da. Chirchiq, Chorvoq tomonlarda. Shuning uchun juda ham zo'r imkoniyat, yaqinda xudo xolasa ishga tushadi. Bu ham o'sha men o'ylaymanki, agar kimda o'zi nafaqat o'zi kelib qoldi, kimda o'sha viloyatlarda bo'ladigan bo'lsa, yozgi sezonda mana kakra zo'r imkoniyat. O'sha 4 oy, 5 oy, 6 oy issiq jaziramada bo'ladigan bo'lsa, o'sha Chorvoq tomonlarga, Chirchiq tomonlarga kelib turib, bahavo joyda, ya'ni konsentratsiya qilib, faqat yo'nalishingizni o'qishga qaratishingiz mumkin. 2-3 ta mutaxassis beramiz u yoqqa. O'shanisi ham bor. Xudo xolasa yangi zdaniya ishga tushishi kerak 1 oy ichida. O'sha kakras mana bu misol uchun agar bizning guruhimiz sizga borib o'qiydigan bo'lsa, ya'ni mana shu biz yotoq xarajatlarini ham ko'tarib beramiz. Undan tashqari siz ishdan bo'shaganingiz uchun, ya'ni siz ham qanaqadir oilangizga, o'zingizning rasxotingiz bo'lmaydi. Agar oilangizga qanaqadir moddiy yordamdan endi hamma oyligingizni to'lab bermasak ham, biz reja qilyapmiz. Har o'sha oyda sizga stipendiya beramiz. Ya'ni bizda o'qiyotganingiz uchun hozirda plan qilyapmiz, taxminan 60-80 yevro atrofida. Bu degani endi O'zbekistonda qancha bo'ladi? O'zbekistonda где-то 80 yevromiz bor, ya'ni 70 deylik. $980,000 atrofida, ya'ni 900 ming 1 million atrofiga yetib borar ekan. Menimcha siz nemis tilini o'rganayotganingiz uchun bu pul yaxshi deb o'ylayman. Hech bo'lmasa oilani bir oylik qanaqadir rasxotini, qanaqadir qismini ko'tarib turishingiz uchun. O'sha boya aytganimizdek, siz ishdan bo'shab bu dasturga biz sizga ish joyini ish beruvchi tomonidan taklif qilganimizdan so'ng siz ishdan bo'shab bu dasturga qo'shilishingiz kerak bo'ladi. Va undan tashqari viza xarajatlari, imtihon xarajatlari. Misol uchun 1 martalik imtihon, ya'ni 10 marta imtihon topshirsangiz 10 martasini ko'tarib beramiz emas. O'sha 1 martalik imtihon xarajatini va bir tomonlama viza, aviachipta, ya'ni Germaniyaga yetib kelishingiz xarajatini biz ko'tarib beramiz. Xo'p, bu o'sha asosiy biz sizga. Undan tashqari sizga rasxot bo'lmaydigan narsalar bu diplomingizni tan oldirish, ularni tarjimasi va hokazo va hokazolar. Sizni ish joyingizga transfer va hokazo boshqalar hammasi bu O'zbekistonda beriladigan narsalar. Endi Germaniyaga kelganingizdan keyin biz doim shu yerdamiz. Qanaqadir muammoingiz bo'lsa, qo'llab-quvvatlaymiz. Va bu bepul degan joyini faqat Germaniyada deb tushunib qolmanglar. Germaniyada bepul joy yo'q. Sizga biz ish beruvchi bilan birgalikda uy joylarni topib beramiz, lekin ijara asosida. Siz ma'lum bir ijarani to'lab borasiz. Taxminan bizning tajriba bo'yicha 300 yevrodan boshlab 600 yevrogacha bo'lishi mumkin. Bu endi qanaqa joyligi, qaysi shahardagiga bog'liq. Shu asosiy masalamiz shu. Va bu yerda men o'sha yozib ketishim esimdan chiqib qoldi. Qanaqa sertifikat talab qilinadi deganda, B1 sertifikat, yaxshilab eshitinglar shu narsani. B1 sertifikat faqatgina B1 ham 4 ta qismi bo'ladi. Ya'ni eshitish, yozish, gapirish va oxirgisi yana nima bor? Eshitish, yozish, gapirish,
Hören, eshitish, yozish, schreiben, mündlich prüfen. Ha, ya'ni sprechen, hören, schreiben, yana nima? Yo'q, 3 tamidi. Yo, 4ta. To'rtta. Schreiben. Nima deysiz? To'rtinchisi esga kelmayapti nimagadir. Qarang, nemis tilida bularga tushunyapsiz o'zimiz. O'qituvchilarimiz o'tiribdi, esdan chiqarib aytib yuborishadi agar kerak bo'lsa. Yo, 4ta yo'nalish bor. Schreiben, schreiben, keyin sprechen, mündliche Prüfung, hören, sprechen, mündlich, bo'ldi. U 4ta edi o'zi, 4-inchisi nima edi? 4ta yo'nalish. Ertaga tarqab keladi Germaniya Lives'da Orif Ahmadaliyev sharmanda bo'lishdi birga. Assalomu alaykum barchaga. Uzr suhbatinglar bo'laman. Hozirgina kirgandim. Lesen bor, schreiben bor, sprechen bor, undan keyin hören bor, ya'ni Lesen xayolga kelmadi. Bo'ldi. yozish va gapirish va o'qish. Rahmat kattakon aziza. Rahmat. Yordamchi. Arzimaydi, rahmat sizlarga ham. Sharmandagarchilikdan qutqazib qo'ydingiz. Ana shu joyni kesib yana tarqatib yuborishmasa bo'ldi. Ishga olib kelaman deganlar tekinga deb. Bular mashinniklar. O'zi ham bilmaydi nima haqida gapirayotganini. Yo, haqiqatan ancha bo'ldi Orif aka bizdan chiqib qolganimizga. Bu narsa imtihon topshirganingizga necha yil bo'ldi? Menga 15 yil bo'ldi. Menga bir 2017 bo'lsa, почти 8-9 esdan ham chiqadi mayli. Ani aytadi-yu, nemislar o'zi ham bilmaydi, ani akkuzativ, dativ, genitiv nima, nominativ, xuddi shunga o'xshagan narsa bizda ham уже anchadan beri ishlamagandan keyin. Ну хорошо, Orif aka, men hozir hamon diqqatiga mana shu yerda o'tirganlarga men hozir Orif akani eshitib o'tirib o'ylab qoldimda, qanaqa zo'r imkoniyat bordi. Bu bunda o'ylab qarasa, chuqur o'ylab qarasa, ma'nosini sizni O'zbekistonda tekinga o'qitib berishsa, yotadigan joy yana ta'minlasa bo'ladigan qilib, misol uchun siz aytishingiz mumkin, deylik, endi prosta mayli Surxondaryoda yashaysizda yoki Qoraqalpog'istonda til kurslari topa olmayapsizda, kelib yozda misol uchun bu tomonlarda yoki o'sha yoqdami yoki onlayn o'qitib, tekinga o'qitib, yana plus nima deydi, ishdan ishlamayotganingiz uchun o'zingiz хотя бы qanaqadir rasxodlaringizni ko'tarib turish uchun yeb ichishingizga pullar berish, yotoqxona, undan keyin chipta, avia chipta, diplomni tarjima qildirish, bu yerda biglaubing o'sha tarjima qilib turib, anerkenunglar qildirish, aslida bu narsa to'g'risini aytaman, mana biz o'zimiz ham shug'ullanamiz, konsalting uslugalar 1,5 mingdan 2 minggacha, prosta hamma hujjatingiz tayyor bo'lganda, ana o'shanaqa bo'ladi. U ham под вопрос, bo'ladimi, bo'lmaydimi degan narsa turadi ertaga. 100% hech kim garantiya bermaydi bo'lishiga. Shuning uchun agar siz haqiqatan ham shu narsani oladigan bo'lsa, birinchi galda e'tiboringizga qaratmoqchiman, qonuniylik jihatdan qarang. Bu yerda shartnoma 4 tomonlama ish beruvchi Orif aka o'quv markaz va tashqi ishlar migratsiyasi, ya'ni bu 4 tomonlama himoyalangan qonuniylik jihatidan qanchalik kuchga egaligini ko'rishingiz mumkin. Faqatgina talab qilinadigan narsa, boshladingizmi oxiriga yetkazishingiz kerak. Maqsad qildingizmi oxiriga yetkazishingiz kerak. U agar maqsadsiz bo'lsangiz, lutchi boshlamagan yaxshi. Chunki bu yerda shuncha inson sarson bo'lib sizni orqangizdan, tasavvur qiling, hozir jonli muloqot o'tkazyapmiz. Ya'ni sizni hujjatlaringizni yuzlab hujjatlar keladi, ularni ichidan saralab olish, keyin har bittangiz bilan suhbat o'tkazish, sizga investitsiya qilish, ish beruvchi bilan suhbat, nemis bilanda bir oy o'qigandan ha bo'ldi-da, endi men o'qimas ekanman, bor bundan ko'ra boshqa ishimni qila qolaman deydigan bo'lsangiz, bu albatta sizdan keyingi harakat qilmoqchi bo'lganlarga juda ham katta minus bo'ladi. Bizning ham motivatsiyamiz, menimcha Orif akada ham agar 3-4 martadan keyin bu proyekt o'xshamaydigan bo'lsa, tinchgina undan ko'ra konsalting firmaga o'xshab turib 1,5-2 mingdan 10 ta odamni olib kelsa, tasavvuring qancha pul bo'ladi. Bunda olib qarasada Orif aka real olib aytadigan bo'lsak, haqiqat bu. Agar shunday qiladigan bo'lsa, 10 ta odamning o'zidan bunda olib qaraydigan bo'lsangiz, уже qancha yaxshi foyda qilsa bo'ladi, mana bunaqa. Bu narsani to'g'risini aytsam, uncha odamlar qilmaydi ham. Shuning uchun men bu loyihani juda ham xursandman. Agar qaniydi men hozir o'sha paytda kollejni bitirgan vaqtim yoki kollejni o'qimoqchi bo'lgan paytimda kelib qolsam, medbrat bo'lib ham tezgina bor ro'yxatdan o'tib, o'sha boshlagan bo'lardim. Orif aka, yana bu bo'yicha yetkazadiganingiz bormi yoki Ausbildungga o'tsak bo'ladimi? Xo'p, bu bo'yicha o'zingiz ham aytdingiz, ya'ni bular hozir
shunaqa narsa ko'rinyaptiki, hamma narsa tekinga bo'lib ketdi. Biz ham qo'polroq aytganda ahmoq emasmiz. Ya'ni tajriba haligi kommentariyada anaqa behuzaga zo'r yozibdilar. Ya'ni anaqa nima deydi, ko'pi kelmaydi, tashlab ketadi. O'shaning uchun ham biz birinchi bosqichni juda ham qattiq olamiz. Ya'ni o'sha shartnomalar, ota-onasi bilan gaplashish va hokazo, va hokazo. Ya'ni iltimos qilgan bo'lardik, agar maqsadingiz jiddiy bo'lsa, ota-onangiz rozi bo'lsa, oilangiz rozi bo'lsa, bu yo'lga qadam bosing. Bu yo'l siz o'ylaganchalik samolyotga o'tirib uchib keladigan yo'l emas. Sizni 1 yil davomida ezilasiz. Bu yerga kelgandan keyin yana ezilasiz, oiladan uzoqda bo'lasiz. Sirrazi oilangizni olib kela olmaysiz. O'zingiz kelib imtihonlardan o'tib, bir mustaqil bo'lganingizdan keyin sekin oilani olib kelishni biz tavsiya qilamiz. O'shaning uchun iltimos bu narsaga jiddiy qarab, hamma narsa tekin ekan, teng bo'lib stipendiya berar ekan deb turib, xom xayol qilmang. Ya'ni 4 tomonlama degan shartnomada siz ham Germaniya qonunchiligi bo'yicha, ham O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha shartnomaga qo'l qo'yasiz. U shartlarda yozib qo'yilgan sizning majburiyatingiz. Agar misol-uchun yarmiga kelib, yo'q, men o'qimoqchi emasman deb turib ketib qoladigan bo'lsangiz, barcha to'langan xarajatlarni siz qoplab berishingizga to'g'ri keladi. O'shaning uchun oldindan ertaga siz bilan shartnoma tuzib olib, qayerdasan urushib yurmaylikda, maqsad jiddiy bo'lsa, murojaat qiling. Biz tayyormiz. O'sha boya zo'r gap aytdingiz Nodirbek, men ko'p o'ylayman bu narsani. Undan ko'ra yilga 20 ta odamni olib, 2000 olsam ham 40 ming pul bo'lar ekan. Yaxshi pulgina. Zato yaxshi pul qo'sh. Charchamaydi, bosh og'rig'i yo'q. Yo'q, vrachlarni 20 tasini 10 tasini olib kelib qo'ysak ham yaxshi anaqa bo'ladi. Lekin maqsadimiz pul topish, buni yashirish yo'q. Lekin bu orqali boshqalarga ham qanaqadir bir imkoniyat, agar qo'limizda bo'lsa, qo'limizdan kelsa buni yaratish. Orif aka, bitta narsada bu yerda to'g'risini aytaman, puli borlar konsalting qilib turib, bir yo'llarni qilib kelyapti, katta summalarni kerak bo'lsa Shvetsariyaga kelish uchun ham 200 ming, 300 ming o'sha Shvetsariya frankida yoki dollarlarda pul qo'yib turib hisobiga Shvetsariyada o'qiyapti kimdirlarning bolalari. Bu hamma nima deydi? Har safar aytaman-da, hammaning imkoniyati har xilda. Biz hammamiz bir xil emasmiz moliyaviy jihatdan, ayniqsa O'zbekistonda. Kimdirlarniki shunaqa kelyapti, kimdirlar til kurslariga mablag' ajratyapti, 12 ming, 15 minglab qilib kelyapti. Bu yerda o'rganaman deyapti, 1 yillik o'sha 20 minggacha pul ajratyapti Germaniyaga kelish uchun. Kimdirlarda aynan shu O'zbekiston sharoitida ham o'sha uzoq chekkalarda o'qigan, bilimi bor, o'qiyman deydi, Germaniyaga kelaman deydi, lekin sharoiti yo'qlar uchun bu albatta yaxshi imkoniyat. Faqatgina o'sha Orif aka aytgandek, miyani ishlatish kerak. Umuman menga bu narsa kerakmi deb so'rab oling. Bizga ham 100 ta odam, 1000 ta odam kerak emas. Bizga o'sha imенно maqsadi bor odam 20 ta lutchi bo'lsin yoki 10 ta bo'lsin, oxirgacha ham kelsin. Chim 100 tani olib, podachiga o'xshab shoxiga urib, quvlab, qatga ketib qoldi, nima bo'ldi deb emas. Shuning uchun har doim aytaman-da, o'sha bizda til kurslari boshlansa, o'quvchilarga aytaman, hamma o'zi uchun javob berish kerak, yoniga qarash kerak emas. U nima qilyapti, nima qo'yyapti, ertaga bir qiyinchiligingiz bo'lsa, u yoningizda bo'lmaydi. Faqatgina shu maqsadingizga intilishingiz kerak. Menimcha shu edi. Orif aka, menimcha tushunganlar bor bo'lsa, jiddiy o'ylagan bo'lsa, bu videoni yaqinlaringizga ham ko'rsating, ota-onangizga ham ko'rsating. Ular ham o'sha aytgandek rozi bo'lyaptimi, yo'qmi, hozir ko'rayotganlar bo'lsa, 400 dan oshiq bo'ladigan bo'lsa, bu keyinchalik 10 minglab o'sha imенно shu sohaga qiziqadigan 20-100 minglab odamlar ko'rishadi mana shu videoni. Iltimos, shu ko'rayotganlar yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin qolgan sohalar o'tirgan bo'lsa, bu bo'yicha biz mana Orif akada yana chiqadigan bo'lsa, aslida vakansiyalar Orif akada постоянно bor, просто bizda vaqtimiz yo'q e'lon qilishga. Срочный bo'ladigan bo'lsa, e'lon qilib boramiz. Orif aka, Ausbildungga o'tsak bo'ladimi? Bo'ladi. Ausbildung men prezentatsiya qilmaganman. Xuddi shu soha, ya'ni aynan Pflege sohasida, Pflege uzr, anaqa Orif aka, Ausbildungda o'tishdan eng asosiysi esdan chiqdi. Yosh chegarasini aytvaring, hozir o'tirganlar menimcha bu yerda yosh chegarasi 40 yosh deb belgilaganmiz. Hamshiralarga. Hamshiralarga.
Demak, siz hozir tasavvur qiling, hamshirasizda 35 yoshdasiz, 36 yoshdasiz, 1 yilda til o'rganib, hali imkoniyatingiz zo'r bor, kelishga faqatgina maqsadingizga aniq harakat qilishingiz kerak, maqsadingiz sari. Shu narsalarni ham inobatga oling, lekin maslahat beramiz, shu Erfaron bo'lib turib 30 yoshda boshlasa, albatta maqsadga 27-30liklarga zo'r imkoniyatlar bor. Orif aka, rahmat. Bo'lmasam Ausbildingga o'tamiz. Ausbilding qisqagina tushuntirib o'taman. Ausbilding bu Germaniya sharoitida, ya'ni siz O'zbekistonda maktabni bitirgan bo'lsangiz ham Germaniyada Ausbilding qilish huquqiga egasiz. 11-sinfni bitirgan bo'lishingiz kerak. 18 yoshga to'lgan bo'lishingiz kerak. Siz Ausbilding har xil yo'nalishlarda bor aslida. Ausbilding meni eng yoqtirgan dasturim, sabab hozir aytilayotgan ishlarni siz Germaniyada kelib o'qiysiz va o'sha diplomni, ya'ni Anerkennung, ya'ni Fachkraftni siz ana o'sha bitirganingizdan keyin olasiz. Bu уже fest, ya'ni mustahkam siz mutaxassis bo'lib yetishib chiqasiz. Va o'shanga asosan srazu jon deb o'sha ish beruvchilar Ausbilding, ya'ni o'qigan joyingiz sizni jon deb praktika qilgan joyingiz ishga olib qoladi 80-90% holatlarda. Eng zo'rlaridan bittasi, viza hech qachon muammosiga uchramaysiz. Ausbilding qilgan bo'lsangiz va Germaniyada siz kerakli mutaxassis bo'lasiz. Bu Ausbilding juda ham zo'r narsa. Eng zo'rlaridan bittasi, yana o'zingizni Ausbildingda topadigan pulingiz, ya'ni siz ota-onangizga yoki kimdirga qaram bo'lmaysiz, o'sha pulingiz sizni eslatib o'taman, boyib ketmaysiz buni orqasidan. Ausbildingda o'qib boyib ketaman deb o'ylamanglar, yoki O'zbekistonga juda ko'p pul jo'natib yuboraman, bir pul jo'nataman deb. Bu bemalol Germaniya sharoitida yotog'ingizga, yeb ichishingizga, o'qishingizga yetadigan summa aslida. Shu narsa bilan ko'plar adashtirmaydi, lekin qayerda bor shunaqa narsa? Tasavvur qiling, siz O'zbekistonda kollejga borasizda, kollej sizga pul to'laydi. Xuddi shunga o'xshagan, faqat Germaniyada bunaqa sistema bor, Ausbilding dasturi. Orif aka, bizda menimcha tez boshlanyapti, shuning uchun hozir Ausbilding masalasi oktyabrda, to'g'rimi? Xo'p, hozir o'sha Ausbildingdan shuni o'tkazishdan oldin mana shu hamshiralik bo'yicha bu Ausbildingga ham tegishli, ya'ni ertaga kelib Ausbildingni bitirganingizdan keyin taxminan bu o'rtacha, ya'ni aynan shu oylikni mahkam ushlab olmanglar. Statistika bo'yicha o'rtacha oylik Germaniyada o'sha imtihonlardan o'tganingizdan keyin 3,5 ming yevrodan boshlab turib yana o'sish imkoniyatingiz bor. Ya'ni bularni ham xuddi bizga o'xshagan tariflari bo'ladi, ya'ni etaplari bo'ladi. O'sha bo'yicha ko'tarilib borsangiz bo'ladi. Men qiziq narsani bir ko'rsatib o'tmoqchi edim. Ya'ni 2400 deb beryapmiz-ku, o'shani olaylik. 2400 yevro brutto olganda ko'pchilik so'raydi, bizdan netto qancha bo'ladi? Bu informatsiya, bu taxminiy informatsiya. Aynan o'sha 100% bo'ladi degan emas, plus minusi bo'ladi doim. Shtoya klassi degan narsa bor. Birinchi kelganingizda siz birinchi klassiga tushib qolasiz. Keyinchalik oilangizni olib kelganingizdan keyin 3 yoki 5 ga almashilish bor. Lekin har qanday holatda siz Ausbildingga kelasizmi, boshqaga kelasizmi, shtoya klassi 1 da turasiz. Shu bor ko'raylik. Baden-Württemberg deylik, mana Sigmaringen man yashaydigan joy oladigan bo'lsak, Pflegefachkraft deylik. Taxminan bu sizga o'rtacha tushadigan oyligingiz. Ya'ni 1700 yevro atrofida. Bu plus minus 1600 bo'lishi mumkin yoki 1800 bo'lishi mumkin. Bu o'rtacha grobi, ya'ni qisqa qilib hisoblab beryapti. Iqtisolar ham bor, lekin shuni ham unutish kerak emas. Bu misol uchun shanba bozor yoki bayram kunlarida kechqurun ishlaganlari haqidagi oyliklar qo'shilmagan. Ular qo'shimcha tarzda to'lab boriladi. Bu o'rtacha oyligingiz. Endi tasavvur qiling, siz 20 soat ishlaysiz, qolganiga o'qiyapsiz-da, birinchi yil imtihonga tayyorgarlik qilyapsiz yoki 25 soat ishlayapsiz. O'shanga ham 1700 oylik to'layapti. Xuddi shu narsa o'zingiz 2000 anaqa 3500 lik ko'rsangiz bo'laveradi. Sizga bu informatsiya sifatida. Endi Ausbildingga keladigan bo'lsak, bu yerda qanaqa bo'ladi? Ausbildingda siz 3 yil o'qiysiz, eng anaqasi, ba'zi holatlarda 3,5 yil bo'lib ketadi. Sertifikat B2 darajadagi sertifikat kerak bo'ladi. Lekin Ausbilding uchun biz bepul qanaqadir darslarni tashkil qilmaganmiz. Avval o'zingiz o'qiysiz va oldin qaysidir sohani o'qib bitirganlarni biz olmaymiz. Oliy ma'lumotli bo'lganlarni umuman olmaymiz Ausbilding dasturiga. Qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar.
Bu kimlarga zo'r? Maktabni bitirgan yoki mana kollejni umuman haligi hozirgi holatda ish topolmayotgan sohalar, mana laborantlik va hokazolarga o'shalarni yurist bo'lgan bo'lishi mumkin kollej misol uchun. Yoki kelib barram ishlay olmaydi u soha bo'yicha. Shunday. O'shalarni qabul qilamiz, faqatgina bu ham ish beruvchi suhbat qiladi, lekin sertifikatingiz albatta B2 bo'lishi kerak. Orif aka, hozir agar B1 bo'lsa, deylik, hozir B2 yo'qda, oktyabrda boshlanadi. B2 oktyabrgacha anaqa kursdamiz deydigan bo'lsa, misol uchun B1 bor, действительно o'qib, как раз vaqt bor, hujjatlar tayyorlashga ulguramiz deydiganlarga, shularga nima qilsa bo'ladi? Bu qilsa bo'ladimi B1 borlarga yoki qiyinmi? Yo'q, men afsus qilsa bo'lmaydi, chunki sabab ish beruvchi ular bilan suhbat qilmaydi. Beruvchi suhbat qilmadi degani, demak ularni ishga olish olmasligi garantiyasi yo'q degani. O'sha albatta birinchi navbatda ish beruvchi o'zini suhbat qilish uchun ham B2 sertifikat talab qiladi. Bu klinikada yaxshiligi juda ham yaxshi stipendiya to'laydi. 1300 qanchadan boshlanadi. Xullas oxir oqibatda bitirayotganda boshqa sohalarni oyligini ham olib qo'yasiz. 3-yil boshqa sohalarni oyligini, haqiqiy ishlayotganlarning oyligini bu yerda ausbildungchi sifatida olib qo'yasiz. Hamma sharoit bo'ladi, biletingizni biz to'lab beramiz, ya'ni Germaniyaga kelishingiz va uy joy bilan topib berishadi va biz ham o'zimiz ham topib beramiz ijara asosida. Asosiy talabi haqiqatda ham shu sohada oxirgacha olib borish niyatingiz. Bunda ham biz shartnoma qilamiz siz bilan va hokazo. Va B2 sertifikatingiz borligi. Va agar hozirda o'qiyotgan bo'lsangiz, B1 ni o'qiyotgan bo'lsangiz, qayergadir borib, qo'shimcha ravishda qaysidir klinikada praktika qiling. Chunki ish beruvchi doim so'raydi, "Xo'p, sen B2 bor ekan, mana shu sohada qiziqishing bor ekan, lekin buni qanday isbotlaysan?" desa, siz o'sha mana qarab, "Men shu yerga kelib ozgina bo'lsa shu sohaga qiziqqanim uchun praktika qilganman" deb turib o'shani ko'rsatib berish. O'shandagina ular qabul qiladi. Chunki pflege sohasida ausbildung qilish oson emas. Lekin sangiz ishingiz a'lo darajada bo'ladi. Eng talabgor ishlardan bittasi, to'g'risini aytaman, bu yo'nalishda siz aslida Germaniyada juda ham ko'p joylarda va juda ham katta yo'nalishlarda, Einrichtunglarda ishlay olasiz. Psixiatriyadan tortib hammasigacha xullas. Shuning uchun bu narsani qo'lga kiritgan odam Germaniyada bemalol faoliyat yurishi mumkin va mutaxassis deb tan olinadi o'sha anaqangizga beriladigan Zeugnisingizga. Shuning uchun men o'ylaymanki, keyinchalik karyerani o'sishda ham imkoniyatlar bor. Albatta, ishingizni yaxshi olib ketadigan bo'lsangiz, yana qo'shimcha anaqa o'qishlar qilib, darsni davom ettirishingiz ham mumkin. Keyinchaligiga karyerani ro'sti ham albatta juda ham zo'r. Ausbildung qiladigan dasturga aytmoqchi, kim qiziqish bo'ladigan bo'lsa, alohida o'sha yozinglar, Ausbildung deb turib, til darajanglar bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Oktyabrda boshlanadi. Keyin keyingi, agar hozir oktyabrga ulgurmaydiganlar bo'lsa, endi boshlayotganlar, o'qiyotganlar, harakat qilmoqchi bo'lsa, keyingi potok qachonga bo'ladi? Taxminan. Keyingi potok bizda aprelda boshlanadi. Aprelda. Martda boshlanadi. Fevral, aprel, iyun va oktyabr. Bo'ldi. Kimda misol uchun hali yo'qmanda diplomim endi olaman deydigan bo'lsangiz, chamani qilmanglar, tayyorgarlik ko'ringlar. Fevraldagi ham уже где-то biz kuzda yana e'lon qilishimiz mumkin, kuzda topshirishingiz mumkin. Mana shunaqa qilib, demak, til o'rganayotganlar shuni bilinglarki, sizlar to'g'ri yo'ldasizlar. Kimda kim til o'rganayotgan bo'lsangiz, farqi yo'q. Boshlagan bo'lsanglar, to'g'ri yo'ldasizlar. Ota-onalar ko'plar so'raydiganlar, meni yoshim 50 da 55 ga chiqdi, ish bormi deydigan eng zo'r investitsiya bu farzandga qilingan investitsiya deyman har doim. Sabab nimaga? Ertaga farzandingiz haqiqatan mana shu Ausbildung dasturiga keladigan bo'lsa, birinchidan siz pul to'lamaysiz farzandingizga, o'qishiga Germaniyada, chet elda. Farzandingiz o'zi o'qigandan keyin mutaxassis bo'lib chiqqandan keyin, ya'ni faqraf bo'lgandan keyin ota-onasini o'sha chaqirtirish, ya'ni mehmonga chaqirtiradi, keyin misol uchun multivizalar qilish mumkin. Hozir men o'zimdagi holatdan kelib chiqib aytaman-da, 1 oy, 2 oyga, 3 oyga, keyin 1 yil vizalar, 5 yilga shunaqa qilib cho'zdirtirib, faqraf bo'yicha olib kelish mumkin va o'sha orqali siz butun Germaniyalarni yoki mana shu Shveysariyaga borib sayohat qilishingiz mumkin. Bu narsani faqat o'ylash kerak. Zo'r narsa. Qolganlarga shu to'g'ri keladiganlarga farqi yo'q. Tilni o'rgansanglar, hozir Orif aka qancha yo'nalish bor? Sizlarda 1 yilda qancha yo'nalishlarda ochilyapti? Qanaqa hozir yo'nalishlar bor? Mana bu mediklardan tashqari.
Hop, bizda gastronomik yo'nalishlar bor. Restoran sohasi. Restoran, gastnitsa yoki mana o'sha Yevropark yoki boshqa parklar bilan birgalikda ularga ishlar bor. Texnika sohasidan mana avtomobillarga xizmat ko'rsatish sohalari bor. Og'ir yuk mashinalariga xizmat ko'rsatish bor. Yaqinda e'lon beruvdik shu proyektni hozir oxiriga yetkazish harakatdamiz. Yaqinda shofyorlar, ya'ni og'ir yuk avtomobillarni haydovchilariga ham proyektni boshlaymiz. U ham xuddi shunaqa tartibda bo'ladi, ya'ni bepul til kurslari va hokazo tashkil qilish. Hozir o'shani oxirgi etapiga yetib kelyapmiz, tashkiliy ishlarni. Va undan tashqari hozir testoviy rejimda hozir ichki anaqamizni hozir sinab ko'ryapmiz qurilish sohasida. Qurilish sohasida to'g'ridan-to'g'ri ishga olib kelish uchun birinchi potokni hozir hujjat ishlarini qilyapmiz. Agar o'shalar yaxshi boshlab olsa, keyingi etapdagi уже anaqamiz bor, vakansiyamiz 30 ta odam olamiz 1 yilda degan. Umuman aynan qurilishda. Undan tashqari ko'cha qurilishida hozir yo'nalishimiz bor. Haydovchilik bo'yicha Ausbildung yo'nalishimiz bor. Va hozir yaqinda yangi vakansiya ochildi. Bu Fachverkäufer, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlarini. Bu yerga endi buni oldindan aytib o'tishim kerak, yaqinda e'lon ham beramiz. Ausbildung bor, 3 yillik Fachverkäufer zum Lebensmittelladen deydi, ya'ni produkti deydi. Buni ichiga go'sht, boshqa oziq-ovqatni asosan yana bitta oziq-ovqat sotuvchisida, kak. Yana alohida anaqamiz bor. Chuqurlashtirgan sohasi bu qassobchilik, ya'ni qassobchilik emas, bu qassobchilik qilmaydi, go'sht mahsulotlarini sotuvchiligi. Endi bu bizga to'g'ri kelmasligi mumkin, lekin ichida kimdir xohlovchilar bo'lsa, unga ham topshirsa bo'ladi. O'sha joyga pramo ishga ham olib kelish hozir harakatlanamiz. Ko'ramiz endi. Aynan o'sha musulmon davlatligi bo'lgani uchun qo'li pramo tegmasin degan ma'noda upakovkaga hozir so'rab turishibdi. Ko'ramiz, buni hali bir yaqin anaqasiga kelganimiz yo'q. Lekin sohalar to'xtash yo'q. Hozir yana bitta katta proyektimiz xudo xolasa yozgacha o'ylayman bir ochilib qoladi deb yo'lga qo'yiladi deb, bu qishloq xo'jaligi sohasida. Bizga juda ham ko'p talab keladi qishloq xo'jaligiga. Shu kungacha hali bir harakat qilmagandik bu narsalar. Undan tashqari Weiterbildung dasturlarimiz bor. Hozir mana yaqinda 8 oylik ishlar hozir ancha ko'payib qoldi. Unga harakatimiz bor. Lekin bitta narsani esdan chiqazmanglar. Men buni 2023-yil O'zbekiston bo'ylab biz prezentatsiya qilganmiz, aylanib yurganmiz. Bu yerda aytganman. Va o'shani hozir tasdiqini o'zi ko'ryapmiz. Har qanday yangi bozor ochilganda kechirasizlar. Talabga qarab turib ish qiladi. Kelgan odamni oladi. Biz birinchi yil boshlaganimizda hattoki til bilmaydiganlarni o'zimiz ahmoqlik qilib olib kelib qo'yganmiz. Birinchi yil. Bu 2022-yil. U odamlar hali ham til bilmaydi. Hali yuradi. Ming afsus. Men o'shanda aytgandim, hozir eng zo'r imkoniyat va u imkoniyatlar o'sha ketdi. Endi hammasi talab. Ya'ni tilga bo'lgan talabni borgan sari oshiryapti. A2 bilan olayotganlar albatta bebir so'rayapti, chunki ular ham tajriba qilib ko'rdi. A2 hech narsa bilmasligini bilyapti. O'shaning uchun kechirasizlar. Asosiy maqsadni tilga qaratinglar. Boshqa anaqasi yo'q. Qanaqa soha bo'lishidan qat'iy nazar tilni mustahkam qilib bu yerga kelsangiz o'zingizga yaxshi bo'ladi. Sohalari ko'p. Agar bizda bo'lmasa boshqa firmalarda albatta juda ham ko'p mana vatandoshlarimiz tomonidan imkoniyatlar yaratyapti. Nafaqat Orif aka tomonidan, Orif aka bitta yo'nalish bo'lsa, qancha odamga yordam qilayotgan bo'lsalar, bundan tashqari shunaqa vatandoshlarimiz juda ham ko'p Germaniyada yashaydigan, har bitta yo'nalishda bor. Sizdan talab qilinayotgan narsa eng birinchi galda til deyapmiz. Shu narsani agar tushunib yetsangizgina maqsadingizga erishasiz. Shuning uchun juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Hozir oldin til o'rganish muammo edi Germaniya, O'zbekistonda. Hozir endi juda ham keng qamrovli mutaxassislar yetishib chiqazish boshlandi, bir-biridan yetishib chiqazishyapti. Shuning uchun muammo bo'layotgani yo'q. Xohlasangiz Goethe-ga borishingiz mumkin, qanaqadir kurslarga borishingiz mumkin. Mana Toshkentda har bitta svetoforda oldin ingliz tili bo'lsa, hozir nemis tili bo'lib ketgan. Bunda olib qaraydigan bo'lsangiz, to'xtaydigan bo'lsangiz, nemis tili markazi. Xuddi shunaqa. Shuning uchun
til o'rganinglar. Misol uchun agar uzoqda bo'ladigan bo'lsa, qishlog'inglarda yoki shaharinglarda yo'q bo'ladigan bo'lsa, bizda shu onlayn platformalarni ham tashkil qilganmiz. Men juda ham xursand bo'laman. Mana oxirgi paytlarda mana shu bir haftaning ichida bir yana 8-9 ta odam onlayndan B1 sertifikatini oldi. Bu degani o'zini вполне onlayn platforma oqlayapti. Ya'ni xuddi o'sha rezultatni, ya'ni offline o'tiradigandek onlayn o'zini oqlayapti. Bu yerda ham hamma narsa odam o'ziga bog'liq bo'lib qolyapti. Agar odam o'zini ustida ishlaydigan bo'lsa, men bo'ldi mana shu 2 soat 3 soat darsda o'tirdim, menga o'sha yetadi deydigan bo'lsa, o'sha bilan muzlab qolishingiz mumkin. Agar o'zingiz ustingizda yana qo'shimcha ishlab oldiga intiladigan bo'lsangiz, ancha maqsadingizga erishishingiz mumkin. Orif aka, 2-3 ta mikrofonlarni yoqamizmi yoki vaqtingiz qanaqa? Keyin shu bilan tugatib. Bemalol 1 daqiqa men o'sha to'g'rilab o'tmoqchi edim. Boya anaqa bo'yicha nima deydi? Bitta narsa shuni ko'rsatib qo'yadi. Ma'lumot sifatida bularga agar to'g'ri ko'rsata olayotgan bo'lsam, mana hamshiralik bo'yicha, ya'ni flega bo'yicha Ausbildungga kelish hozir dalillarni topdim. 19 yoshdan 30 yoshgacha deganmiz. Faqat oliy boya aytib o'tdik-ku, oliy ta'limda qanaqadir anaqasi bor. B2 darajada buni aytdik. Bizni to'lab beradigan narsalarimiz Toshkent xalqaro aeroportidan Germaniyaga yetib borish, ya'ni ish joyigacha yetib borish transferi biz tomonidan qoplanadi. Germaniyada yashash joyi ish beruvchi tomonidan ijara asosida topib beriladi va butun jarayon bo'yicha biz o'zimiz hamma narsani amalga oshiramiz. Oyliklar bo'yicha ozgina xato ketibman. Birinchi yili 1517 yevro olar ekan. Ikkinchi yili 1578. Bu Ausbildungga o'qish. Bu Ausbildungga. Sizlar boyaga hamshiralar adashtirmanglar. Bu Ausbildung, ya'ni ko'plar hozir adashtirib yuborishi mumkin. Ausbildung, qadrdonlar. Ausbildung bu, ya'ni siz Germaniyaga kelib turib maktabni bitirgan bo'lsangiz, Germaniyaga kelib turib kollej o'qib turib, mana shunaqa imkoniyati bor demoqchimiz. Bu juda ham zo'r imkoniyat. Bo'ldi, uzr aka, просто hozir chalkashtirib yuboradi ko'plar. Bo'ldi. Keyingi oxirgi yili 1674 yevro bu bruttoda, ya'ni bundan ham bo'ladi. Ausbildungchilar katta soliq to'lamaydi. Bu degani bu eng baland oylik to'lanadigan Ausbildungligi sohalar. Vashi bunaqa hali narxda Ausbildung topish menimcha juda ham qiyin. 1500 dan. O'shanga bu narsani yana bir marta eslatib o'tay dedim. Shu bemalol mikrofonlarni yo'qib, qanaqadir savollar bo'lsa, faqat imkon qadar savolni londa berishsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Mikrofonlarni yoqaman, iltimos maksimalni qisqa va londa berishga harakat qilib ko'ringlar. Savollarni. Kimda mikrofon yoqib bo'lsa, marhamat. Eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bemalol aka. Nasıl charchamasizlarmi? Rahmat aka. Eshitamiz. Men meditsina sohasi bo'yicha emas, sal nima katta yuk mashinasi bo'yicha gapirib o'tdinglar. Nodir aka, siz bilan ancha oldin gaplashgan edik bir. Germaniyada ishlayman, anchadan beri 4 yil bo'ldi mana. Eshitamiz akajon. Yelkova bo'yicha. Menda faqat polskiy dokument, no nemetskiy. Assalomu alaykum. Aka hozir gapiryapsizlar. Xo'p, aka savolingizni beravering. O'sha nemetskiy firmaga, nemetskiy kompaniyaga ishga o'tish edi. Polskiy dokumentlarim bor, prava hammasi bor. Pravangiz qanaqa aka? Polskiy. Polskiy prava bor. BCM, CM, D, Ymi? Yegachonda. Men misol uchun o'tgan safar jonli muloqotda qatnashmabsiz. Imенно shu bo'yicha qo'ygandik. Imенно sizdagilarga Bektemir ekan taniydilar, Orif aka ham, ular imенно o'shanaqa odam qidiryaptilar. Sizga o'xshagan odamlarni Polshada yashaydigan bo'lsa, ishga, ya'ni o'sha olib kelish bo'yicha. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'sha jonli muloqotni sal mana shu kanalimga teparoqga chiqadigan bo'lsangiz, ko'p emas. Sal teparoqqa chiqqansiz qo'yganmiz, 1 soat, 1,5 soatlikmi jonli muloqot turib ko'rib chiqing. Pastida Google Docs yozilgan, xuddi shu ham tartibda bo'ladigan. Hozir meditsinaga kirib qoldingiz. Shu yoqqa kirasiz, agar sizga ma'qul bo'lsa, shartlari arizangizni topshirasiz. Men uni keyin ularga beraman, ular siz bilan bemalol suhbatlashishadi. Shunda maqsadga muvofiq bo'ladi. Bo'ldi, lekin o'zim Yevropadami, shu yerda Germaniyadami? Mayli aka, zo'r, anaqasi yo'q. Siz o'sha aytgandek aniqlaydigan bo'lsa, chunki siz barram
vizani yana qaytib borib Polshadan olishingizga to'g'ri keladi. Shunisi bor ekan. Shunaqa. Shuning uchun siz kirib ko'ring, balki sizga to'g'ri kelsa yoki ularga to'g'ri kelsa, siz keyin harakat qilib ko'rishingiz mumkin ekan. Bo'ladi? Bo'ldi. Qo'lim bor, Polshada ishlayapsiz-ku, o'sha Polshada siz polskiy firmada haydovchilik qilasiz, adashmasam. Oylik, misol uchun u yerda qanaqa olasiz? Va misol uchun naslini yozilgandan keyin oxirida Germaniya qoladi sizga. Anaqada o'zingizga ortiq qancha qoladi? O'sha narsa ko'ring, chunki ba'zi holatlarda shunaqa bo'lib qoladi. Germaniyada siz nemetskiy firmaga o'tgan bo'lasiz, lekin oyligingiz alixo'ja bo'lib qolishi mumkin. Aynan shofyorlik sohasida. O'shani bir yaxshilab ko'rib chiqing, chunki bu narsa ba'zi holatlar bor, yaxshigina pul to'laydi. Chunki har xil firmalar bor. O'shani oyligini bir surishtirib oling, chunki menimcha Polshada juda ham katta nalog to'lamaysiz, adashmasam. Shunday, bizda endi kuniga menga shaxsan o'zimga 90 yevrodan beradi har kuniga. Aviakargoda National Yizdada yuramiz. Oyligiga men ko'p aniq qilganim yo'qman. Oyligi hammasiniki har xil. 4000 gacha ham bor, 3000 ga ham bor, 2500 ga ham bor Germaniyaniki hamda. Men oilamni olib kelish niyatimda. Ayolim Nodir aka, siz bilan ancha oldin gaplashganman. Bir Avstriyadan kelyapti, o'tib ketib qoldim, sizdan futbolni poliga chaqirdi. Bo'ldi aka, esladim. Esladim, aha. Ayolim kursingizda o'qiyapti. Laborant ko'p ishlaydi poliklinikada. Ularni ham shu Germaniyaga chaqirib, mana shu oilani birlashtirish vizasi keyinchalik qilmoqchisiz. Maqsad shu. Shu maqsadda men Yevropaga kelganman-da. Aka, bo'lmasam o'sha, bilmayman, Orif aka, sizda takliflar bormi, qanaqadir? Bizda ham bor bu narsa, faqatgina men boya aytganimdek, bular o'sha agar demak bularning asosiy maqsadlari boshqa ekan, ya'ni Germaniyada integratsiya ekan, unda qilsa bo'ladi. Ya'ni demoqchimanki, men misol uchun bularni ham bir pravadan bizga jo'natib qo'ysalar, men bir gaplashib ko'raman. Bizda как раз bitta narsani ham e'tiborga olish kerak. Bizda qurilish kompaniyasi bor. Ular hozir aniq qidirishyapti. Ya'ni o'sha KAMAZ minuvchi, qurilish mollarini tashuvchi, shag'al-pag'al tashuvchi. Menimcha akaga ham shunaqa ishlar bemalol Bektemir akaga ham topshirsalar bo'ladi. Imkon qadar agar oilani olib kelmoqchi bo'lsangiz, shunaqa ishlarni topishga harakat qiling. Ya'ni dalniy bo'lishlik emasdi, imkon qadar shanba bozor joyda va kechqurun uyga qaytadigan ishlar bo'lsa, to'g'ri. Shu yaxshi bo'ladi menimcha. Mana aka, sizda ikkita imkoniyat bor. Xohlaysiz Bektemir akaga, xohlaysiz Orif akaga topshirishingiz mumkin. Agar Orif akadan ham bo'ladigan bo'lsa, kontakt bular bilan emas, o'sha yordamchilar bilan o'sha xabarlarni ko'rib topshirishingiz mumkin. To'g'risi, meni vazifam faqatgina bu yerda o'sha bog'lovchi vazifani bajarish. Aka, zo'r imkoniyat. Mana rast chiqdingiz, o'zlari bilan mana Orif aka bilan gaplashdingiz. Bektemir aka bilan xuddi shunaqa. Agar o'ylab ko'ring, sizga qaysi yo'nalish to'g'ri keladi ko'proq. Shunga qarab ish qiling. Menga o'sha kelish nimasi bo'lsa bo'ldi, qizig'i nimasi yo'q. Maqsad kelish. Unisiga chidaymiz, maqsad kelish. Oilam bilan birgalikda to'rtta nima qilish. Nodir aka. Naba aka? Kechirasizlar, Orif aka, assalomu alaykum. Ozbo aka bilan gaplashyaptilar. Endi meni temam shunga to'g'ri keladi. Men Litvadan bu yerga kelgandaman, o'zi viza qilib keldim. Hozir 1 yil davomida Germaniyada pravasiga o'qib, hozir xudo xolasa iyun oyida pravasini olaman, vitnajisi birdaniga olaman-da, nasib bo'lsa agar. Shu yerda mana hozir Orif aka aytganlaridek, shu KAMAZ ishlaganman, o'sha biron xil bitta joyda turib, men danishim to'y, hozir ayolim O'zbekistonda til kursini o'qiyapti. Xudo xolasa mana shu olgandan keyin qachon boshlasam bo'ladi dokumentatsiyasini va stajeniyasini qilish uchun-da. Bu savolingizga siz misol uchun Germaniyaga ishga joylashganingizdan keyin o'sha men maslahat qilardik har doim. Men o'zimning fikrim, siz joylashasizda fast track degan narsa bor, ya'ni o'sha sinov muddatidan o'tganingizdan keyin ishingizda fast track bo'lsa, endi Ausländerbehördaga, ya'ni uy snimat qilishni boshlaysiz. Ausländerbehörda o'sha yashash joyingizdan borasizda ariza topshirasiz. O'sha paytda sizni 3 oylik oxirgi oyligingizni, shartnomangizni so'raydi ular. Asosan o'shanga asoslanib keyin oilani birlashtirish qilsa bo'ladi aslida. Shuning uchun bu jarayon o'zi oilani birlashtirish vizasi eng oson vizalardan bittasi hisoblanadi. O'zi Azimjon akaning gaplari bo'yicha eng oson viza, ya'ni ayolingizni olib kelish.
farzandlaringizni olib kelsangiz bo'ladi 18 yoshga to'lguncha. Endigi holat faqatgina ayolingiz o'sha oilani birlashtirish vizasini onlayn jo'natganingizda kamida o'sha A1, A2 darajada til darajasi bo'lishi kerak. O'shanda ayolingizga ham как evaptetika, ya'ni ishlashga ruxsat degan vizasiga urib beradi. Sraz kelgandan keyin sizning orqangizdan ular любой ishda o'sha ishlashlari mumkin. Bu yoqqa Germaniyaga kelib turib, shu tomonlari ham plus tomoni bor. No, endi bu hammasi uzrli gapingiz bo'ldim. Bu yerga kelgandan keyin Orfaga aytganlaridek bu yerda o'sha hamshiralikka house building qilsa bo'ladimi, yo'qmi ayolim? Yoshi 30 yoshda ola. Albatta. Bo'ladi, bemalol. Bo'lmasa shu masala bo'yicha kimga aloqa chiqib bo'ladi? Men qanchadan beri kuzataman sizlar, lekin aloqa chiqishga odam topolmayapman. Endi bitta narsa, Nodirbek gapingizni oldim. Hozir oldingi akani ishlarini shuni gaplarni tugatib ismingiz nima edi? Oldin mana shu polskiy viza olgan ism ADK turibdi xolos-da. Daniyor mani ismim aka, Daniyor. Doniyor aka necha yoshsiz? Yoshingizni ham so'ramayapman. 85-yilman, 40 ga kiramiz xudo xolasa. Bo'ldi. Aka, harakat qilmoqchi bo'lsangiz, tezroq harakat qilib oling 45 yoshgacha, chunki undan keyin ozgina muammo bo'lib qolishi mumkin. Ish beruvchilar ko'p oylik berishni xohlamaydi. Ya'ni 45 yoshdan keyin sizga kattaroq oylik qo'yish kerak. O'shaning uchun harakat qilmoqchi bo'lsangiz, qanaqa tilni bilasizmi yo bilmaysizmi? Inglizchada ozgina gaplashib shu bu yerda nemislar bilan shu aloqada. Nemischada emas, inglizchada ozmoz nima qilamiz. Tilni o'rganish kerak. Qadar tilni o'rganing. Qadar tilni o'rganing. Mana agar siz Polshada bo'lsangiz, mana onlayn til kurslari bor Nodirbekda. U dunyoni qaysi chekkasida bo'lishidan qat'iy nazar. Misol uchun bizning til markazlari birda joyda. Ularniki onlayn bu juda ham yaxshi aniq. Mana shu gapingizga o'sha yerda Dilnoza Achilova o'tiribdilar, ikkilar bor, Germaniyada 12 yildan beri yashaydilar, endi ustozlar. Mana misol uchun как раз nabor ketyapti o'sha anaqaga 3 oyga atiga $100 tasavvur qiling, 3 oyga $100. Bu Dilnoza Achilova o'zi intensiv o'tib turib, yana yordamchilari ham bor. Bunaqa imkoniyat menimcha bo'lmaydi. Как раз e'lon hozir o'sha to'lib qolgan gruppa iyundan boshlanadi. Mana shunaqa yozilsangiz aka, bu nimaga demoqchiman? O'sha 3 oy ham, 6 oy ham o'tadi ketadi shu Germaniyada yoki yurasiz ishingizni qilib, lekin men har doim aytaman, 1 yildan keyin til o'rganganingizda qaysi darajada turibsiz? Til o'rganmasdan prosta kun o'tkazganingiz ham qaysi darajada? Даже o'sha danla bo'lish bo'lsangiz ham anaqa nima bor? Internet bor Germaniyada. Qo'yib qo'yib ham eshitib, zapislarni qayta eshitib, til o'rganib, qayta naushnikda eshitib, bu juda ham zo'r usulda odam o'zini anaqa self-entwicklung qilsa, menimcha yaxshi ekan. Uzr bo'ldim. Yaxshi ko'raysiz, ma'qul bu. Qolganlar tursin, mana shu bu zo'r tema bo'lib ketdi-da hozir. Ya'ni vaqt beramiz, xudo xolasa menda vaqt bemalol. Feruzbek, sizga ham qaytamiz. Ming bor uzr. Labay aka, eshitaman. Aka, sizdagi holatda, misol uchun, hozir sizni tilsiz olishi mumkin qaysidir ish beruvchi. Bunaqa holat juda ham ko'p bo'ladi, lekin bitta bularga bir tushunib bo'lmaydigan xarakteri bor. Ming afsus. Mana sizni ishga oldida boshlig'i oladi-da, sizni hech qachon siz bilan ishlaydigan haliga sizni ustingizdagi bitta etapdagi boshliq olmaydi sizni. Eng katta boshliq sizni ham bo'ldi, tili ham kerak emas deydi. Oladi. Ertaga sizni nazorat qiladigan kichkina boshliq siz bilan kommunikatsiya qila olmasa, jonga tegdi deydi, bitta arz qiladi ustingizga. U ming harakat qilib ishga joylashganingizdan keyin ozgina yetishmaydigan sababga ko'ra sizni haydab olish oson bo'ladi. O'shaning uchun buni tagini fundamenti yaxshiroq qo'yish maqsadida tembori oilangizni olib kelmoqchi ekansiz. Avval bir astoydil o'rganib oling, undan keyin bemalol liboy joyga ishga kirib kelsangiz bo'ladi. Hozir misol uchun tilsiz 100 ta kompaniyaga hujjat topshirsangiz, 100 tasidan bittasi oladigan bo'lsa, A2 darajadagi tilni ozgina kommunikatsiya qila oladigan bo'lsangiz, 100 ta joyga topshirsangiz 99 tasi olishiga men garantiya beraman. Chunki siz tayyor kadr. Men sizga ochiq aytaman, O'zbekistondan tayyor bu yerga olib kelib, bular pravaga o'qitgunchaga rasxoti 25,000 euro. Men oldi bo'lganman aka, xudoga shukr, oldi bo'ldim. Ularda bo'lsa, u narsa siz bepul bularga ishsiz, ya'ni siz talabingizni qo'ya olasiz, faqatgina tilni bilishingiz kerak. Daniyor aka, o'shaning uchun agar men yoshman, endi sizga katta oilaviy maslahat berish haqqim yo'q, lekin tajribadan kelib chiqib, shu narsaga e'tibor olsangiz yaxshi bo'ladi. Bu maslahat uchun rahmat. Yana bitta savolim bor, keyin qolganlarga nima qilasizlar? Mana nima deydi? Menga taklif qilgan
приглашение beraman, hammasini beraman, viza qilib kelsang bo'ldi degan kompaniya bor. Frankfurtda, o'zimizning baza ham Frankfurtda. O'shanga qanday bir maslahat berasiz? Ular sizga пригласение yuborgandan keyin siz Polshada bo'lsangiz, Polshani o'zidan посольствоga kirasiz, o'sha yerdan viza olib kelaverasiz. U muammosi yo'q hech qanaqa. Xarajatlari $200, €200 atrofida bo'ladi, plus minus. Menda shunaqa bo'lgan, Litvadan olganimda. Orif aka, keyin siz bilan qanday bog'lansam bo'ladi? Kontaktingizni men kontakt beraymi? Men kontaktingizni yozib oldim, sizga yozaman. Endi lekin mendagi ish beruvchi lekin til so'rashi mumkin. Men hozirdan aytib qo'yay, avval men ular bilan so'rab turib, gaplashib ko'rishim kerak. Shunaqa holat, chunki bizdagi ish beruvchilar ko'p holatda til so'raydi, shu muammomiz bor. Endi muammo emas, aslida bu yaxshi narsa. Hal qilamiz, harakat qilamiz. O'zingizga yozib qo'yaman. Xo'p, Feruzbek, sizni savolingizga keladigan bo'lsak, siz hozir Germaniyadamisiz yoki Latviyadamisiz? Men hozir Germaniyada, hozir ham Germaniyada turibman aka. Siz Germaniyada prava CE ga o'qiyapsiz, to'g'rimi? CE'ni tugatdim aka, men 11-iyunda borib olaman, birdaniga bitinchi desam olaman birdaniga. Xo'p, qaysi viza bilan turibsiz hozir siz Germaniyada? Menda hozir prodlyonka cho'zdirilgan. Men kelganimda 6 oy olgandim, keyin ishxonamni o'zi cho'zdirib 1 yil qilib bergandi. Mana hozir 6-chislada tugaydi iyunda. Yo'q, xo'p, ishxonam deyapsiz, qanaqadir paragrafi bormi vizasi? Paragrafi ko'rishim kerak edi. Qani vizasiga qarab turib, endi hozir bu yerda diskussiya qilishimiz noto'g'ri bo'ladi menimcha, Nodirbek, yo bizga yozing farqi yo'q. Uni bir ko'rib chiqish kerak-da. O'shanga qarab turib sizga alohida maslahat berishimiz mumkin. Nima qilsangiz bo'ladi. Bo'ldi aka, bo'lmasa sizga qayerdan topilasiz? Hozir yozsam bo'lamiz. Bu yerda bor, shu yerda bor. O'sha o'zimga yozsangiz bo'ladi, Nodirbekka yozsangiz bo'ladi. Faqat uni paragraflarini ko'rib chiqishimiz kerak. Endi boshqa hozir temamiz sal boshqacha. Bo'ldi. Tushundim aka sizni. Bo'lmasa olg'a chiqqanda yana gaplashamiz. Rahmat. Rahmat. Demak, shutni o'zida hozir yana bitta-ikkita mikrofonlar yoqaman. Harakat qilinglar, qisqaroq savollar berishga albatta. Chunki qolganlarga ham bitta-ikkita savol yana lishni ko'rib qo'ysak ham xursand bo'lishadi. Kim mikrofonlari yoqqa bo'lsa, iltimos, savolinglarni beraverishinglar mumkin. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, eshitamiz aka. Aka, yoshim 32 yoshdaman, neftiga sohasida ishlayman, mexanikman. Bakalavr diplomim bor. Birinchi savolim shunday bo'lyapti. Faqraf qilib borsam bo'ladimi? Neftiga qanday uzilib qoldi. Bo'lmaydimi agar bir olsam? Nefti gaz bo'yicha lekin xabarim yo'q. Xo'p, nefti gaz sohasi Germaniyada unchalik rivojlanmagan. Qanaqa ma'noda rivojlanmagan? Bu yerda oldi sotuv bor, lekin aynan neft gaz bu yerda neft ishlab chiqarish yoki qayta ishlash anaqasi kam, juda ham kam. Bo'lsa ham kam miqdorda bo'lishi mumkin. Lekin siz agar mexanik bo'lsangiz, aynan neft gaz sohasiga emas, undan boshqa joyga mexanik bo'lib ishga kelsangiz bo'ladi. Shu BBR sertifikati orqali kelsangiz bo'ladi, albatta bo'ladi. Ikkinchi savolim, men borganimdan keyin ota-onamni PR qilib oborsam bo'ladimi? Permanent residence qilib, doimiy yashovchimi qilib o'sha Germaniyaga. Qarang, ota-onangizni olib kelsangiz bo'ladi. Ya'ni bo'lmaydi emas. Ikkita yo'li bor. Har yili taklif qilib turist sifatida olib borishingiz mumkin yoki agar ularni O'zbekistonda boquvchilari qolmaganligini isbotlay olsangiz, anaqa bor, nima deydi, olib kelish imkoniyati bor. Ota-onangizni yoki ko'p holatda agar ota-ona bo'lsa, ota-onadan bitta sog'lom, o'ziga yarasha bo'lsa, qabul qilmaydi. Ko'p holatlarda bitta ota-ona qolib ketgan bo'lsa va uni boquvchilar bo'lmasa, albatta olib kelsangiz bo'ladi. O'zini yarasha shartlari bor, lekin bu 1 yilda, 2 yilda bitadigan ishlar emas. Yana assalomu alaykum, eshitamiz. Men rus tili o'qituvchisiman. Xalqaro IS1 sertifikatim bor. Shu Germaniyaga qanday borsam bo'ladi? Endi men ham shu Dilnoza dedilar, bu kishi shu kishiga intensiv guruhga endi yozildim. Men umidlar, orzular bilan. Hozir endi magistraturaga nima qildim?
olimpiadadan Rossiyani Belgorodskiy universitetida olimpiada bo'ldi. Unga besplatniy magistraturada o'qishni yutib oldim. Olimpiadasidan o'tib, o'shani hisobiga endi Germaniyaga ham bir nima harakat qilib ko'rmoqchi edimda. Men yoki Ausbildung qilib ketsam bo'ladimi yoki o'zimni soham bo'yichami? Shuni so'ramoqchi edim. Rahmat oldindan. Siz pedagogsiz-a shunda? Ha, men pedagogman. Menda o'rta ma'lumot ham bor, boshlang'ich sinf o'qituvchisi и yana plus bakalavriat bor. Bakalavriat hozir 4-kurs, mana 3-iyunda xudo xohlasa diplom olaman. Bu 2+2. Samarqand иностранный языки rus filologiyasi и plus Rossiyani Belgorod shahridagi Russiya как иностранная филология. Ikkita birdaniga diplom olamiz, xudo xolasa. Krasnoy diplomlarim hammasi, attestatlarim ham. Shuni bir iloji bormikan? Opa, adashmasam ismingiz, yaxshi era boshlagan ekansiz. Ayniqsa o'zingiz sohangiz bo'yicha, hozir aytishingiz bo'yicha siz magistraturaga уже qabul qilingan ekansiz yoki sizga taklif bo'lgan ekan va siz shu bilan birgalikda Germaniyaga harakat qilmoqchisiz. Men taklif berish haqqim yo'q, lekin men o'zimni agar shunaqa holatda bo'lsam, nima qaror qilgan bo'lardim? Birinchi navbatda o'sha qo'shimcha til hech qachon sizga zarar keltirmaydi. Tilda davom ettirishingiz kerak. Lekin albatta borib shu bilan birga asosiy o'zingizning yo'nalishingiz magistraturasingizni sizga agar grant sifatida berayotgan bo'lsa, uni o'qib kelishingiz kerak. Va shu holatda balkim sizni kelajagingiz Rossiyada qanaqadir qo'shimcha ishlar bilan bo'lib, o'sha yerda bo'lib ketar. Germaniyaga kelishingiz mumkin, aynan bakalavr diplomingiz rus tili bo'yicha, ya'ni anaqaga nima deydi, qonunda qattiq qaralmaydigan ishlar bor. Ya'ni diplomni hozir qonunlar o'zgarib ketdi. Siz kelib qanaqadir restoranda ishlashingiz mumkin yoki qanaqadir o'sha juda ham jiddiy bo'lmagan sohalarda ishlashingiz mumkin. Bog'cha menga hozir yoqqani, Orif aka, bularda aytdilar, kollej diplomlarida o'sha imенно boshlang'ich sinf dedilar. Men o'ylaymanki, o'sha agar kelib turib qo'shimcha deylik, kelib turib tilni albatta yaxshi bo'lish kerak. B2 darajaga chiqadigan bo'lsangiz, bu yerda aynan shu qanaqadir bog'chalardami, endi o'sha narsani defitsit beshayt qilib, yana uni ham anisi borda, etaplari, ancha og'irroq etaplari bor. Qilib turib, misol uchun boshlang'ich o'sha bog'chalarda yoki boshlang'ich qanaqadir как Bigleit person ham qilsa ham bo'ladi, ammo Einrichtunglarda, individualniy Bigleit person imkoniyat cheklanganlarda, shunga o'xshagan narsa qilsa bo'ladi, в принципе. Bu ham bir proses. Chunki siz pedagog bo'lganingizdan keyin, sizni sohangiz bo'yicha yaqinroq ishlamoqchi bo'lsangiz, siz menimcha kamida o'sha B2 o'zingiz o'sha roliga yetkazib bera oladigan darajada til sohib bo'lishingiz keraksiz. Menimcha sizda ham umshuling degan narsalar qilsa bo'ladi. Mana bizda ham shunaqa bo'lgan umshulinglar degan narsa bor. Siz kirib turib oddiy yordamchisi bo'lib turib ham, qanaqadir o'sha tarbiyachini yordamchisi bo'lib turib ham, direkt to'g'ridan-to'g'ri ishlamaydigan bo'lib turib, keyinchalik umshuling qilib turib, o'zingiz ham o'sha tarbiyachi yo'nalishiga o'tib ketsangiz bo'ladi, o'sha dashkolniy yoki shkolniy boshlang'ichlarda. Endi Orif aka aytganlaridek, siz o'ylab ko'ring, siz rus tili ekan, sizga Rossiyada ishlagan ma'qulmi yoki Germaniyada ishlagan ma'qulmi degan savolni qo'yganingiz ma'qul, chunki sizniki hammasi rus tili bilan bog'liq ekan, nemis tili bilgan yaxshi. Shu bizda maslahat. Nemis tilini ham o'rganaman deb endi kurslaringizga endi nima qildim, niyat qilib, xudo xolasa. Endi menda onlayn, chunki yerda hozir urush-ku, o'shani hisobiga onlayn ta'lim, shuni hisobiga bo'lmasa men restoranda ishlovchi ham bo'lishim mumkin. Endi men Germaniyaga bormoqchidim, chem Rossiyadan ko'ra. Qarang, restoranda bu misol qilib aytdim xolos. O'zi Nodirbek, agar siz o'zingizning sohangizda shu sohaga yaqin sohada ketmoqchi bo'lsangiz, Nodirbekni bergan gap aytgan gap to'g'ri. Ko'proq. Ertaga kelib siz o'sha hech bo'lmasa o'zingizga yaqin bo'lgan sohada ishlaysiz. Shunaqa sohalar bor, krizisga chidamli sohalar bor. Misol uchun bu o'sha tarbiyachilik. Qanaqadir krizis bo'lsa ham baribir o'sha odamlar yashaydi, ular qanaqadir bog'cha yurish kerak. Shunaqa sohalar bor, restoran bor, boshqalar bor, ular birinchi navbatda bankrot bo'ladi. Chunki o'zingizning kelajagingizni qayerda ko'rishingizni buni o'zingiz hal qilishingiz kerak. Xo'p, rahmat.
bor, ya'ni yo'q emas. Sizni holatingizda bitta case bo'lgan, bitta o'qituvchimizda yaqinda keldilar Germaniyaga mehmonxona sohasida, Alp tog'larida ishlayaptilar. O'zlari o'qituvchi bo'lib, anchadan beri kela olmaganlar, oxiri mehmonxonaga faqiraf qilibdilar. Endi bu alternativa deyiladi, har doim alternativ holatlar. Misol uchun shunaqa holatlarda sizda o'sha pedagogligingizni inobatga olib, suhbatlasha olishingizni, agar ingliz tilingiz ham bo'lib turib, yana nemis tili ham bo'ladigan bo'lsa, albatta mehmonxona sizni ko'plar gerni oladi demoqchiman bu holatlar bo'yicha. Rahmat kattakon savolingiz uchun, o'qishlaringizga omad tilayman. Ingliz tilim ham bor. Ingliz tilim ham bor. Shu B2 darajada. Endi yoshini bir so'ramoqchi edimda. Chegaralanganmi, yo'qmi? Yosh chegaralangan nima? Qaysi sohaga yosh chegaralangan? Mana shu mana aytganingiz, mana bog'chani nimalariga. Aslida anaqa kritik chegara yo'q, chunki Germaniyada 67 yoshgacha ham ishlaniladi. 67 bo'lgandan keyin o'ylab ko'ravering, men misol uchun o'zim bu yerda Germaniyada 37 yoshimda bakalavr olgan bo'lsam, yana 30 yil ishlashim kerak. Tasavvur qiling, Germaniyaga bu juda ham katta plus, 30 yil tayyor mutaxassis sifatida ishlayb berishim. Shuning uchun 37 yoshda ham misol uchun menda hech qanaqa problema, muammo bo'lgani yo'q. Rahmat. Katta rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Muhammad aka, boya siz manchani qilyapsiz sizni. Ha, bitta uzr qoldi, uzr aka, savollar qilaraman. Hozir yuqorida aytgan opam bilan naqamiz bir xil ekan mavzuyimiz. Men ham shu Rossiya Federatsiyasida o'qiyman, magistratura bo'yicha hozir. Aka, men yo'nalishim sport sohasida, o'zim kandidat master sport masterligiga nomzodman. Yugurish yengil atletika bo'yicha. Endi savol shunday iborat aka, hozir men 1 yil vaqtim bor, birinchi kursman, ya'ni yil bitiraman, rasa 1 yil qoldi. A2 darajada ketyapman hozir. Inshaalloh ko'zim yetyapti, B1 minimum, B2 ga chiqishim ko'zim yetadi. Yoki men 3 ta variant turibdi hozirmanda, yo shansing karta orqali ketish, yo Ausbilding qilish. Ausbilding endi vaqt ketib qoladi o'ylab, yoshim 23 ta. Nechida yoshingiz? 23 ta. 23 ta. O'zimni qariq qilyapman. Keyin haqiqati oxirgi 3-chi mavzuyim siz aytgandek sport, fitness, murabbiyligigami? Agar Germaniyada bu narsa bilan menimcha hech kim viza ham ola olmaysiz, fitness murabbiyi hisobiga hech kim bermasa ham kerak, chunki fitnesschilar o'zi to'layapti. Menimcha fitness nemislarning o'zi bu orqali viza ola olmaysiz aka. Til o'rganishingiz kerak, siz maqsadi yosh ekansiz aka, siz oldin maqsadingizni aniq qilib olishingiz kerak. Men hozir aniq bitta maqsad ko'rmadim sizda. Agar maqsadingiz aniq bo'lsa, bitta yo'lni tanlagan bo'lsangiz, mustahkam ushlasangiz, albatta maqsadingizga erishasiz. Xohlasangiz siz universitetda o'qishingiz mumkin, B2 ni olib turib bu yerda universitetga topshirishingiz mumkin. Chunki sizda o'sha o'qigan ekansiz, to'g'ri keladi. Student kollej qilishingiz shart emas. Yoki o'sha aytganimizdek o'zini yo'nalishingiz bo'yicha bilmadim, Orif aka, bularda mumkinmi hozir o'sha sport universitetida deylik, oliy ma'lumotli bo'lsa-da, yana qaytadan Ausbilding qilishga ruxsat bermaydi yoki beradimi? Sohalar bo'yicha menga yaxshi kelmadi. Sport deylarmi? Anaqa sport bo'yicha, oliy ma'lumotli. Sport sohasi bo'yicha, oliy ma'lumotli. O'zbekiston diplomim bor, hozir Rossiyada Sankt-Peterburgda magistratura o'qiyman, birinchi kurs. Murabbiy o'qituvchi. Murabbiy albatta. Murabbiy o'qituvchi. Bo'ladi, bu diplom bilan kelib yana o'sha eski gap, ya'ni juda ham jiddiy bo'lmagan sohalarda ishlasangiz bo'ladi. Prosta ishlab yurish niyat bo'lsa. Diplomi uni anaqasi yo'q, qizig'i yo'q. Faqat o'sha diplomingiz bo'lsa bo'ldi, qaysi sohadan qat'iy nazar. Faqatgina misol uchun agar yoshingiz 23 bo'lsa, bemalol kelib Ausbilding qilsangiz bo'ladi. Bitta yaxshi sohani, kelajagi bor sohani tanlab olib Ausbilding qilsangiz bo'ladi. Yo'q, o'sha kelib oddiy ishlarni, endi oddiy ishlar deganda, misol uchun umuman jiddiy bo'lmagan, yana o'sha qaytamiz restoran va hokazo va hokazo. Shu sohalarda ishlab yursangiz bo'ladi. Rahmat kattakon. Orif aka, yana bitta savolni ko'rib chiqamiz. Vaqtingizni bilaman, juda ham demak qadrdonlar. Kim bizani eshitayotganlar, biz imminni mana shu kanalda Orif aka bilan juda ham ko'p jonli muloqotlar tashkillashtiramiz. Asosiy hamkorlarimizdan bittasi, birgalikda ishonchli hamkorlarimizdan bittasi deb aytib qolaman. Eshitdinglar, juda ham ko'p yo'nalishlar bor. Qattiq vakansiya bo'lsa, shunaqa yurtdoshlarimiz chiqadigan bo'lsa, albatta mana shu Telegram kanalga qo'yib boramiz, muammosiz.
ko'rib turganinglardek imkoniyat deyarli hammada bor, faqat hammaniki individual holatdan kelib chiqqan holatda. Marhamat, qo'l ko'targanlar savol berishingiz mumkin. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, eshitamiz aka. Avtoservis bo'yicha murojaat qilmoqchi edimda. O'zi tilni o'rganyapman hozir, diplomim ham borda. O'sha yerdan ish topsa bo'ladimi? Qanaqa daraja kerak unga? Shuni bilmoqchi edim. Xo'p, avtomobillar bo'yicha yengil avtomobillarga bo'lsa, og'ir mashinalarga bo'lsa, bizda vakansiya bor. Til darajasi B1 darajada talab qiladi. Sertifikat shart emas, lekin gapira olishingiz B1 darajada bo'lishi kerak. Ya'ni bemalol muloqot qila olishingiz kerak bo'ladi. Va eng muhimi tajribangiz bo'lishi kerak. Ya'ni просто tak kollejni bitirib qo'ygan bo'lsangiz, umuman boshqa sohada bo'lgan bo'lsangiz, bu to'g'ri kelmaydi. Tajribangiz yaxshigina bo'lsa, bizda amaliy sinovlarimizdan O'zbekistonda o'ta olsangiz, biz bemalol tayyormiz yordam berishga. Motoristga shogird tushganman-da 1 yil. Bilaman. O'shanaqa qilsa bo'ladimi yo'qmi? Menimcha 1 yilda motorist bo'lib ketmasangiz kerak O'zbekistonda. Endi bilmadim yana. Bizda necha yildan beri ishlaysiz o'sha yerda? 1 yil ishlaganman-da, keyin suvarchilik, ko'pda sohalarim. O'sha noaniqlik borligi uchun ham qiyin bo'ladi. Ya'ni 1 yillik tajriba yetarli emas. Bizda masalan hozir qidiryapmiz, kamida 3 yil undan ko'proq tajribasi borlar bo'lsa, uni olyapmiz. Chunki 1 yil, 2 yil ishlaganlar kelib ishlay olmay qaytib ishdan bo'shatilib ketdi bizdan kelib. Amaliyot o'tasa bo'ladimi-ki? Ular o'zlari o'rgatsa bo'ladimi-ki? O'rgatmaydi, chunki ular sizni tayyor kadr sifatida olib kelyapti. O'sha yonidagi sherigingizchalik oylik beryaptimi? Demak, sizdan o'sha narsani talab qiladi. O'sha taraf bor. Demak, kattakon rahmat Orif aka, vaqtingizni ajratganingiz uchun sizga va qolganlarga, tinglovchilarga. O'ylaymanki, ko'p yil ichinglardagi hozir savol bermoqchi bo'lganlar aynan boyagi bizning yo'nalishimiz bo'yicha bemalol video tushungan bo'lsa, sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, ariza qoldiringlar. Xudo xolasa, bu hamma ro'yxatini to'liqligicha Orif akaga yetkazamiz. Orif aka komandasi bilan ko'rib chiqishadi va sizga aloqaga chiqishadi. Hammaga omad tilayman. Xudo xolasa faqat tilni o'rganinglar, maqsadni yaxshi qilinglar va aniq qilinglar. Xudo xolasa albatta Germaniyaga kelasiz va qanaqadir tadbirlar bo'lganda, juda ham ko'p tadbirlar bor. Albatta siz bilan ko'rishamiz nasib, Xudo xolasa. Rahmat Orif aka, kattakon. Savol bera olmaganlar bo'lsa, ming bor uzr, ba'zida gaplarimiz shunaqa cho'zilib ketib qoladi. Albatta bunaqa holatlarni ko'p qilib turamiz va keyinchalik ham savollarga javob beramiz. Menimcha videoda ham ko'p savollarga javob berdi deb o'ylayman. Rahmat kattakon, salomat bo'linglar.